endi nima qilamiz? Nima qilamiz? Kuz kelsin, to'y qilamiz. Sovchilar qo'ymayapti. Singlim ko'nmayapti. Hali o'qiyman deyapti. Otangga aql o'rgatma. Men bitta gapiraman. Nimaga baqirasiz? Bobomni uyg'otib yorasiz. Uyg'onsinlar, ko'rasiz. Bobong qattiq pinaydi. Sezmayapsanmi? Xurraydi. Charchagan bo'lsa kerak-da. Qariga uyqu yermaydi. Kuchi ham ketgan bilaydi. Bu yoqqa men aytganim bo'ladi. Bobongga ikkita gap ko'p, bitta gap kamday hozir. Sog'liq ham ketgan bozor. To'yga bo'ladi rozi. Tursalar so'raymiz hozir. Baribir singlim norozi. Boshqa chiqdilaring toza. Bu yoqqa o'zim qozi. Kuzda to'y, tamom. Gap shu, op shu. Bobom turdilar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Shahnozaxon, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Bizni eshittirganimizdan juda ham xursand va mamnunmiz. Katta rahmat. Mana shu kanalni muxlislariga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi mehmonimiz Erkin Bozorov ekanligini eslatib o'tmoqchiman. Erkin Bozorov O'zbek teatr va kinosining bugungi kunda o'z san'ati bilan kirib kelayotgan yosh aktyorlaridan va shu bilan birga ham shoir. Menimcha qolgan ma'lumotlarni o'zingiz yetkazgan bo'lsangiz kerak. Yetkazdim, albatta, yetkazdim. Umuman olganda Erkin Bozorovni, uning faoliyati, uning ijodi haqida yetkazib yoki tanishtirish ham shart emasda, negaki uning har bir qadamidan guvoh bo'lib turganlar, uni kuzatib turganlarni har bir qadamidan bilsangiz bo'ladi. Shuning uchun men ko'proq siz haqingizda obunachilarimga hozir maqtanib oldim. Sizni faoliyatingiz, sizni ijod yo'lingiz, qiziqishlaringiz, faqatgina oilangiz haqida shaxs sifatida sizni tanishtirmadim, ijodkor sifatida tanishtirdim, faoliyatingizni tanishtirdim. Shuning uchun shaxs sifatida Shahnozaxon oila, uy bekasi, ona, singil, opa, mana shu jihatingizni men aytmadim hali. Shuning uchun uni sizga qoldirdim. To'g'risini aytsam, bu men uchun yangilik, chunki shu vaqtgacha doim intervyularda meni faoliyatim bilan qiziqishardi. O'sha qayerda ishlaganman, nima bilan boshlaganman, radio yoki televideniya, oilaviy ma'lumotlar ko'pchilikni unchalik qiziqtirmasdi. Bu qiziq savol bo'ldi. Qaysi ma'lumotlarni bersam bo'ladi? Turmushga chiqqanman, 2 ta farzandim bor. Yana savollarni birin-ketin bera boshlasangiz javob beraman, balkim bilet shaklida. Sizni hozir kasbingizni, faoliyatingizni tanishib chiqqan paytimda ko'rdimki, siz institutni bitirgansiz, undan keyin magistraturani bitirgansiz, undan keyin aspiranturada o'qishga ulgurgansiz, bu orada turmushga chiqqansiz, farzandlaringiz bor va to'xtovsiz qayerlardadir ijod yo'lingiz va faoliyatingizni olib ketavergansiz bir yo'lasiga. Shuning uchun bu farzandlar, oila hammasini birdan olib ketgansiz. Yana kamiga bu aspiranturani O'zbekistonda emas, siz Moskva shahrida, Rossiya Federatsiyasi Moskva shahrida o'qigan ekansiz. Mana shuning uchun so'ramoqchi bo'lganim, farzandlar bilan, oila bilan shuncha ijod qilib, yana turmush o'rtoq bir ayol sifatida qanchalik bu ulgurdingiz yoki o'sha aspiranturada o'qib yurgan paytlaringizda ham bu juda jiddiy shug'ullanish faoliyat. Shuning uchun mana shu yerda sizga ozgina to'xtalib o'tishingizni so'radim. Aslida o'sha qiz bolani tarbiyalashganda uyda, oilada oldindan maqsadlar qo'yishadi. Meni bolaligimdan dadam aytardilar, Shahnoza turmushga chiqadigan vaqti kelganda o'qigan odamga turmushga chiqadi va olima bo'ladi derdilar. Qayta mana shu so'zlar hozircha olima bo'lganimcha yo'q, lekin mana shu olimlikka harakat o'sha Moskvada boshlangan edi. Turmush o'rtog'im Moskvada dars berardilar universitetda. U kishi matematik va bizni tanishtirishgan soham bo'yicha mana shu Toshkent davlat san'at institutida jurnalistika asoslaridan dars berib yurgan yillarda bizni tanishtirib qo'yishgan. O'sha vaqtda ular Moskvada universitetda dars berardilar. Ular o'sha matematika yo'nalishi bo'yicha. Keyin turmush qurganimdan keyin Moskvaga ketadigan bo'ldim, chunki ularning ishlari u yerda edi. Sohalari matematika, birinchisi, ikkinchisi yuridiskiy, ya'ni huquqshunoslik bo'lgani uchun endi Moskvaga borgandan keyin o'qigan ayol, o'qigan qiz uyda o'tirmaydi-ku degan ma'noda biz o'yladik, nima qilishim mumkin. Borganimdan darrov jurnalist sifatida ishga tushib keta olmasligimni tushunardim. O'sha Astankinaga borib, Astankinani tashqarisidan tomosha qilib, lekin bu yerga ishga kirish uchun birinchi o'rinda Rossiya fuqaroligi kerak deyishgan. Shuning uchun birinchi rus tilini o'rganishdan ishni boshlaganman. Rossiyada birinchi rus tili o'rganib, keyin
Rus tilini bilamiz-ku, lekin bilasiz, jurnalist darajasida rus tilini bilish uchun bu ko'proq izlanish kerak edi. Xullas, qisqa qilib aytganda, o'shanda Rossiyadagi Miko Xamatlaya institutini etnografiya va etnologiya, ya'ni tarix va urf-odatlar va udumlarni o'rganish yo'nalishi bo'yicha kirganman va o'sha yerda 1,5 yil aspiranturada o'qidim va keyin homiladorligim tufayli akadem ta'til deydi, homiladorlik ta'tilini olganman va undan keyin o'sha siz aytgandek farzand tarbiyasi bilan shu darajada o'ralashib qolganmanki va bu o'z ta'sirini ko'rsatgan va men yoqlab olmaganman o'sha tanaffus. Qizim ancha o'sha ozgina nimjonroq, o'sha ko'proq kasal bo'ladigan bo'ldi va Rossiyada ham ob-havo sharoiti bilasiz, shimol, biz janubni odamlarimiz. Xullas, u bo'ldi, bu bo'ldi va aspiranturani o'qishga o'qidim. 1,5 yil o'sha himoya qila olmadim. Himoyagacha yetib bormadim, o'sha farzandli bo'ldim va hozir bugungi kunda qizimga meni birinchi ilmishim sensan deb javob beraman. Qizim prezident maktabi o'quvchisi, 15 yoshda. Toshkentda uni Laziza deyishadi, Rossiyada Luiza. Ikkinchi farzandim Iskandar, oradan 5 yil o'tib tug'ilgan. Bir qiz, bir o'g'lim bor. Menimcha shunday ayollar bor, 3-4 ta farzand bilan ilmiy ish yoqlab olishadi. Men bu tomonlama hozir maqtana olmayman, Nodira. Rahmat, ko'pchilikni havasi kelgani bu aniq. Sizdek olima ayollarimiz ko'paysin. Ayniqsa men siz bilan hamfikr bo'lganimga va bilan yonma-yon qayerdadir bir uchrashib, yaxshi bir maqsadlar sari intilayotganimga juda ham faxrlanaman. Erkin Bozorov haqida fikrlarni bildirish niyatida fikrlari bor. Bu inson haqida ta'rif berishni ortiqcha deb o'ylayman o'zimga va sizlarga yuzlanaman. Siz bu insonni qanchalik bilasiz va nima uchun bu insonni hurmat qilasiz? Qaysi asarlari sizga juda ham yoqadi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Men endi ko'p ham yaqindan tanimasam ham uni ijodlari, she'rlarini yoqqanini ara-sira o'qib turaman. Mana "Iminna kutmang" degan she'ri ko'proq yoqqan. Aynan o'zining muallifligida. O'zining muallifligida, ha. She'rlarni shu yoqtirganman-da, postoyanno eshitib turaman shu odam. Bo'ladi-yu, she'r eshitgisi, shunaqa ijodlari eshitmoqqa kelgan payti, ana shu she'rini eshitaman deyapman. Nima uchun aynan o'sha insonni siz ijodini kuzatasiz? Sizga qaysi tomonlari qiziqarliroq bo'ladi? Intonatsiya bilan o'qishlari, shu narsaga ichiga kirib tushuntirib bera olishlari odamni qiziqtiradi-da. Yana kimda qanaqa fikrlar bor? Yana kimlar gapirmoqchi, nimalar demoqchi? Shu o'rinda Nodira qo'shimcha qilmoqchi edim. Birinchi marta Erkin Bozorovni intervyu chog'ida ko'rganman. U vaqtda Said va Saida nomli badiiy film suratga olinayotgan edi. Nozim Abbasov film suratga olayotganlar. Bu film atoqli dramaturg Said Ahmad va uning rafiqasi shoira Saida Zununovani ijodiga bag'ishlangan badiiy filmni suratga olish maydonida ko'rganman Erkinni. Said Ahmad rolini yoshligini ijro etayotgandi va o'shanda birinchi marta mikrofon tutib undan intervyu olgan vaqtlarim uni juda ham bir yuqori saviyali inson ekanligini va juda ko'p kitob o'qishini va o'zi ham she'riyatdan xabardor ekanligini o'shanda bilganman. Mana shu ma'lumotni sizlarga yetkazmoqchi edim. Va undan keyin premyera bo'ldi va xabaringiz bor, bu film serial tariqasida ham suratga olindi. Avvaliga 2 qismli badiiy film va undan keyin ko'p qismli serial bo'lib ekranlarga chiqdi. Saida Zununovani aktrisa Shahlo ijro etgan. Familiyalarini eslatib yuborsangiz ham bo'ladi. Hozir biroz yodimdan ko'tarildi. Erkin bilan ikkalasini ayniqsa eng chiroyli lavhasi ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p aylandi. Ikkalasini birga raqsga tushgan aynan o'sha lavha juda chiroyli chiqqan, bir-biriga juda mos bo'lgan va rejissyorlar shunchalik to'g'ri tanlov qilishganki, ularni bir-biriga shunchalik ham mos juftlik bo'lishgan, ham shunchalik o'xshashgan ular va juda ham go'zal o'sha yerda raqsga tushishgan va bir-biriga bo'lgan muhabbatlarni ko'zlarida so'zsiz bemalol o'z aktyorlik mahorati bilan ko'rsatib bera olgan, haqiqiy bir mahorat bilan. Shuning uchun tan bermay iloji yo'q, haqiqatan ham juda go'zal ijro etilgan bu rol. Me'yoriga yetkazib, maromiga yetkazib o'ynalgan. Aktrisaning ismi Shahlo Temirova. Shahlo Temirova ijro etgan. Erkin Bozorov, Shahlo Temirova, Zulxumor Mo'minova va Dilnoza Kubayevalar ijro etgan. Eng qizig'i, men o'ylagandimki, Erkin Bozorov ushbu filmda debyut rolini ijro etgan deb o'ylaganman. Aslida Erkin o'zini debyut rolini allaqachon Shuhrat Abbosovning filmida ijro etgan ekan. Men uni keyin bilganman, debyut ko'rsatuvini tayyorlash arafasida.
Hurmatli obunachilar, e'tiborimizni hozircha menga qaratib turing, chunki nasib bo'lsa, bugungi uchrashuvimizdan keyingi uchrashuvlarimiz Shahnoza ikkalamiz kelishdiki, kunimiz qahramoni paydo bo'ldi. Men ko'rganim, adashmayapman shekilli. Keyinchalik ham xuddi shunday ajoyib ijodkorlar bilan biz suhbatimizni davom ettiramiz. Shahnoza, keling, bu kunimiz qahramoni bilan biz kelishilgan holda kameralarni yopamiz va ovozli tarzda suhbatimizni davom ettiramiz, maylimi? Bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli, sevimli va bizni uzoq kutib, sog'inib, intizorlik bilan kutayotgan mehmonimiz. Xush kelibsiz bizning kanalimizga. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum barchaga. Assalomu alaykum Erkin, xush kelibsiz. Va alaykum assalom Shahnoza xonim. Xushvaqt bo'ling. Hurmatli obunachilarim, mana hozir sizni e'tiboringizda elning eng sevimli ijodkori, eng sevimli aktyori, eng sevimli shoiri, rejissyori Erkin Bozorovni juda ham bir haqiqiy o'zining original desam ham hech adashmayman ovozlarini eshitib turibsiz. Bu hech qanaqa ekranda emas, hech qanaqa bir rolikda audio zapis emas. Bu to'g'ridan to'g'ri o'zlari bilan suhbatlashyapmiz. Shahnozaxon, bemalol Erkin akamizni siz bizga tanishtiring, obunachilarimizga yana bir bor maqtanib qo'ying. Bundan 5 daqiqa avval aytganimdek, birinchi marta Erkin Bozorovni men Said va Saida filmining suratga olish maydonida uchratganman va o'sha kuni men Erkinni birinchi debyut rollarini ijro etyaptilar deb o'ylaganman va bundan keyin yana ham bir quvonchli, men uchun kutilmagan yangilik bo'lgan Erkin Bozorovni O'zbekiston xalq rejissyori, atoqli rejissyorimiz rahmatli Shuhrat Abbasov kashf etgan ekanlar. Taniqli aktyor, kino va teatr aktyori, chunki qadrli muxlislar, teatr aktyori bo'ladi va kino aktyori bo'ladi. Erkin ham teatr ham kino aktyori va shu bilan birga o'zini o'sha qalam tebratadigan aktyorlardan ijod qiladilar va mana bugungi kungacha bir qancha she'rlari bilan tanishsiz. Va bundan tashqari Erkin Bozorovning o'zining Telegram kanali va Instagramdagi faoliyatlari bilan ham yaqindan tanishsiz degan umiddaman va bundan keyingi ma'lumotlarni o'sha qanday badiiy filmlarni ijro etganlari yoki boshqa shularni yana ma'lumot tariqasida yozma ravishda biz yani kanalga qo'ysak bo'ladi deb o'ylayman, chunki bir 2-3 daqiqada buni hammasini sanab o'tish menimcha iloji yo'q. Albatta, albatta. Shahnozaxon, katta rahmat. Ta'riflar uchun, retro xotiralar uchun katta rahmat. E'tirof uchun. Meni o'sha doimiy o'sha tundaliklar dasturidan beri yashab kelayotgan bir savolim bor. Bu har doim meni qiziqtiradigan savol, chunki o'sha bolalik damlarida Erkin, siz aktyor bo'lishni xohlaganmidingiz? O'zi aslida o'sha bolalikda qaysi kasbni tanlashni xohlagansiz yoki o'sha birinchi xayolingizga kelgan kasb, orzungizdagi kasb aktyorlik bo'lganmi? Mana shu tomonlari qiziq. Siz qanday bola bo'lgansiz va bugungi kunda o'sha bolalikni saqlab qolganmisiz? Ajoyib savol bo'ldi. Juda chiroyli savol. Bolalikka doim yaqinman, bolalik xotiralariga. Ijodkor ayniqsa bolalik saqlab qolish kerak deb hisoblayman. Chunki bolalikdan uzoqlashgan sari odam ko'nglidan uzoqlashib boradi-da. Chunki bolalik baribir bu ko'ngil degani. Bolalikda ko'ngil qanchalar beg'ubor bo'ladi, uni asrab qolsa baribir o'sha ko'nglini asrab qolgan bo'ladi, men nazarimda. O'sha uchun bolalarga doim yaqinman. Bolalar mavzusiga, bolalar adabiyoti. Eng meni qiynaydigan masalalar ham bolalar bilan bog'liq bo'lgan masalalar. Eng ta'sir qiladigani ham. Chunki oilamizda bolalarga qanaqa munosabat bo'lgani balki menga o'tgandir. Baribir millat o'laroq biz boshqalardan ham ko'proq bola deb yashaydigan xalqmizda. O'zimizdan ko'ra bolalarimiz baxtliroq, yaxshiroq yashasin deb yashaydigan. Uydagilar aytishadi, onam otam ismingni o'zing bilan, jisming bilan deb. Ancha erkin bo'lganman bolalikdan ham. Va o'sha bolalikdagi eslardik, xotiralar juda ko'p menda bolalik haqida. Aynan aktyor bo'lish orzusi o'sha bolalikda paydo bo'lganmi? Yo'q, aktyor bo'lish orzusi bolalikda menda bo'lmagan. Chunki bu olis bir qishloqning chekka bir uylardan birida, dalalarda, masalan, mol boqib, qo'ylarni yetaklab, katta bo'layotgan bolakayda bilmadim, balki u orzular, o'sha tasavvur sig'magandir meni korgina bir tasavvur olamimga. Chunki bir narsa borki, faqat shaharda yoki qishloqlarda emas, endi qishloqlarda ko'proq oilalarda rag'bat juda ham kam bo'ladi. San'at sohasiga, adabiyot sohasiga, ijodkor bo'laman, rassom bo'laman yoki aktyor bo'laman degan, musiqachi bo'laman degan bolalarga rag'bat juda kamdan kam bo'ladi.
agar oilalarda ustoxon tushunadiganlar bo'lmasa. Lekin masalan sudya bo'laman, prokuror bo'laman, harbiy bo'laman degan sohalarda rag'bat yaxshi bo'ladi. Labbay. Baribir o'sha bolalik damlarida o'zingizda ozgina bir mana shu bo'ladi-ku, daraxtlarda kurtak deydi. Mana shu kurtakka o'xshash bir qiziqishlar kuzatilgandir. Maktabda, o'sha sahnalarda boshlovchi bo'lgan bo'lishingiz mumkin, tadbirlarda. O'sha qanday bo'lgansiz? Albatta. Maktab sahnalaridan tushmasadim deyarli, almoyi-jalmoyi she'rlarim bilan hech kimga yoqmaydigan she'rlar bilan chiqishlar qilardim. Va eng san'atga eslasam, menga qiziqishayotgan narsa 6-sinfdaligimda, adashma 7-sinfda otam menga sovg'a qilgan fotoapparat sababchi bo'lgan. Bu qo'lda aylantiradigan plyonkali fotoapparat. Hamma balo o'shandan boshlangan. Sababi o'zini suratga olaverib, boshqalarni olaverib, endi operator kollektivdan boshlanib ketgan hammasi. Suratlarni serialli qilib fotolar ishlardim. O'sha fotolarda bir syujetlar jamlash harakat qilardim o'zimcha, bilmay tushunmasdan. O'sha fotoapparat orqali qiziqish paydo bo'lgan. Va qishlog'imizda men 9-sinfni bitirib yuridik kollejga yo'l olganimda 11-sinfni bitirgan bir qishloqdoshim, hozir milliy teatr aktyori u inson Laziz Orziyev aktyor, san'at institutiga o'qishga kirdi va qishloqda duv gap bo'ldi. Bu yigit aktyorlikka borayotgan ekan, topshirar ekan, qishloqdan chiqib san'at institutiga kirish katta gap, kira olmaydi degan gaplar bo'lardi-da. Aktyor ham bo'lsa bo'lar ekanmi, bu qishloqdan chiqib degan tasavvurlar bo'lardi o'sha paytlar. Va men kollejga kirdim, u yigit institutga kirdi, o'zini bilimi, o'zini kuchi bilan omad kulib boqdi. Va kosmonavtlar metrosh tomondagi oldingi German Lapatina nomidagi san'at va rassomchilik institutiga uning yoniga borib turardim, Lazibekning yoniga. Kurslarga kirardim, tomosha qilardim, sahnada ular rol o'ynashlari, parchalar qo'yishlari, plastik mashqlar, sahna harakati, nutqi va o'sha borib yurgan jarayonlar. O'zim yuridik kollejda o'qiyman, lekin san'at institutini olami o'shandagi menda taassurotlar, ilk xotiralari bilan meni o'ziga tortib oldi xullas o'sha olam. Bilasizmi, Erkin, men bu savolni bejiz bermadim, chunki ertaga Xalqaro bolalar kuni, bolajonlar kuni va bundan tashqari mana Daryo o'zida bir xabar chiqqan ekan, bir ma'lumot. Siz avvaliga adabiyotga qiziqqansiz-ku, lekin aktyor bo'laman deb o'ylamagansiz va huquqshunoslik kollejiga o'qishga kirgan ekansiz. Ha, shunday. Shunday bo'lgan ekan va qarangki, o'sha san'atga bo'lgan qiziqish keyin baribir sizni hayotingizni san'at olamiga olib kirgan. San'at shunaqa joyki, bir marta kirib qolsang, qolganini o'zingiz davom ettiring. Boshqa Bu eshikdan azizim kirish bor chiqish yo'q deganday rahmat Mansur Jumayev shoir. Rahmatli ustozimiz Turg'un Azizov ham shunday derdilar. Mana shu san'at olamiga kirgan inson, ishonasizmi, bir dona tufligi bo'lsa ham, bir dona kiyimi bo'lsa ham, mana shu kiyimda o'tsa ham, lekin boshqa oliygohga bormaydi, boshqa kasb tanlamaydi. O'zi aslida, bilasizmi, unchalik pul keltirmaydigan kasb, lekin bu yerda ko'ngil to'ladi derdilar. Turg'un Azizov. Shuning uchun marhamat, Nodira, siz savol bermoqchi edingiz. Shu yerda hozir bu kishi bolaligimda shu she'rlarim bilan, ko'pchilik yoqmaydigan she'rlarim bilan deb qo'shib o'tib ketdilar, hazil bilan. Albatta, bitta obunachimdan savol kelgan. To'g'risi, siz bilan uchrashuvni biz anchadan buyon intiqib kutamiz va o'sha intiqib kutilgan uchrashuv bugun yuz berdi va shu jarayon orasida obunachilarim kerakli savollarni berib to'plab olganmiz-da. Erkin Bozorovga savolim: aktyorlikdan tashqari shoir bo'lishga nima turtki bo'lgan deb savol berganda, chunki to'g'ri, hamma ijodkor, kimdir rassomlik qiladi, kimdir aktyor, kimdir shoir, kimdir qo'shiq aytadi, lekin hamma ham shoir, ham aktyor yoki ham rassom, ham shoir qaysidir bir ikkita yo'nalishda birdan olib keta olmaydi. Chunki san'at keng bo'lgani bilan uning yo'nalishlari ko'p. Sizda bu ham aktyorlik, ham shoirlik, ham rejissyorlik bular juda ham o'xshagan, eplagansiz degan ma'noda gapirmoqchiman. Bu haqiqatdan mana Shahnoz aytgandek bolalikdan yozib kelganmisiz yoki shu san'at oliygohiga kirganingizdan keyin ko'nglingiz xohlagan she'rni, o'zingiz ijro etmoqchi bo'lgan she'rni topolmaganingizdan keyin shu o'zingizning ichingizdan vulqon bo'lib chiqib kelganmi? Qanday bo'lgan bu shoir bo'lishingiz? Tushundim savolni. She'riyatga muhabbat, adabiyot birinchi paydo bo'lgan menda. San'at haqidagi tasavvurim ham bo'lishidan oldin. She'riyatni his qilib boshlagan paytlarimni eslayman. Bu kollejda bitiruvchi paytlarim 18 yoshlarimda boshlangan. Chunki baribir inson hayotda bo'ladigan birinchi tuyg'ular, sof
tozalik muhabbatlar ta'siri balki va Toshkentga kelganimdan keyin milliy kutubxona bilan kutubxonalar bilan ya'ni ko'proq kitoblar bilan bog'langanim, kitoblarning imkoniyatlari keng bo'lgani uchun she'riyat o'sha paytlarda sal qalam o'tkirlash boshlagan paytlar edi-da mening nazarimda. Va yo'q, siz aytganda she'r topolmasdan yozish emas bu. Bizgacha bo'lgan qancha adabiyotda materiallar bor, qancha xazinalar qolgan. Men yozishim ham shart emas, ularni ko'nglimga yaqinlarni ijro etishga umrim ham yetmasligi mumkin-da, har bir yodlab ijro qilgani. Baribir ko'ngilga kelgan ba'zi ta'sirlar, dardlar to'kilmay qolmaydi. Va o'shalar ijro orqali ham keyin yetkazib berish nimasi paydo bo'ladimi? Aha. Yana bitta obunachimizdan kelgan savol. Bugun sizni faqat gapirtiramiz, savollarga ko'mib tashlaymiz. Shuning uchun ozgina vaqt bo'lib turing. Bitta obunachim so'rayapti. Sizni demak kuzatib yuradi, chunki oramizda obunachilarimiz ichida san'atshunoslar juda ham ko'p, san'atga oshiq qalblar juda ham ko'p va sizni ko'p kuzatganlar. Va o'sha kuzatuvlarning natijasida kim bilandir suhbatingizda sizning bir suhbatdoshingiz bu dunyoga ko'pchilik bo'lgani keladi, lekin ba'zi birlari esa yaratgani degan jumlani keltirgan ekan. Va shu jumlaga qo'shimcha qilyaptilarki, obunachim, sizni o'zingiz bu hayotga kelish missiyangiz nimadan iborat deb qo'shibdilar. Ajoyib savol. Juda sinchkov ekanlar. Hali ko'chada biz tasodifan uchrashganimiz jonli kitob nom bergani Xayrullo Asadov. Kitob sotuvchi aka haqida aytyapti. Darhaqiqat shunday degandilar. Bu hayotga insonlar o'lgani keladilar, faqat ayrimlarigina yaratuvchi bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Endi yaratuvchi avvalo Alloh taolo, lekin banda ham o'ziga bergan, Xudo bergan iqtidorning ba'zi salohiyatdan foydalanib yarata oladi. U so'z yarata oladi, tasvir yarata oladi, u ijodiy ishlar yarata oladi. U bog' yarata oladi. To'g'ri, bu ham Xudoning marhamati bilan bir bandani qo'ldan keladigan bir yaratuvchanligi. Albatta. Bir suhbatda aytganida ko'ngilga ozgina cho'q tashlagan ekanmi, ozgina bir misqolda iqtidor bor ekanmi, uni to'g'ri yo'lda saqlash kerak inson. U ham bir farz omonat qilib berilgan hisoblanadi. Va uni ado etishi shart bo'ladi o'sha inson. Adabiyot ahlidan so'z qoladi, san'at ahlidan, aktyorlardan masalan qiyofa qoladi. Deganda men asosiy missiyam qancha so'z bor aytib ketish kerak bo'lgan odam umri davomida, qancha yetkazish kerak bo'lgan ba'zan namuna o'laroq, ba'zan so'z o'zi bilan qoldirish kerak bo'lgan so'zlar, amallar, mana shular bilan asosiy missiya deb, ya'ni hozir qo'limdan kelayotgan nimaki bor, bu men uchun berilgan qarz va bu qarzni men misol uchun javobini berishim bor va buni imkonim qadar boyitib, kengaytirib saqlay olishim kerak. Erkin aka, sizni filmlaringizda va she'rlaringizda inson taqdiri, ruhiy kurash, tuyg'ular va hayot sinovlari keng yoritiladi. Agar sizga o'z ijodingizning eng og'ir pallasi va eng baxtli lahzasi haqida so'zlash imkoni berilsa, qaysi voqeani eslar edingiz va nega aynan shu deb savol berdilar. Eng qayg'uli va eng baxtli lahzalari. Men ijod ishlarim film deb bo'lmaydi, qisqa ijod ishlar deyish mumkin. Hayotimda ba'zi o'zim bilan bog'liq bo'lmasa ham, ba'zi insonlar, yaqinlarim taqdiri bilan bog'liq bo'lgan hollar, bir ta'sirli, bir fojiali holatlarni eslashim mumkin. Ular nazarda tutgan ikkinchi baxtsiz deb ifoda etgan baxtli eng go'zal lahzalar deb tasvirlagan bo'lar edim. Hamma insonning hayotida savol bergan o'zimizda ham hayotlarida, sizda ham Shahzodaxonning hayotimizda shunday voqealar bo'ladiki, u birinchi bo'lib qoladi. Masalan, maktabdagi birinchi qo'ng'iroq, institutga kirilgan birinchi o'sha kunlar deyman. Birinchi farzand, birinchi muhabbat. Mening hayotimda bo'lgan mana shunday birinchi deb nom olgan shu har bir lahzalar, ular doim birinchi bo'lib qoladi. Shularni tasvirlagan bo'lardim. Shavkat Rahmonovimizning juda go'zal bir she'ri bor-da, baxtyorlik haqida. Inson, ayniqsa ijodkor o'zini qachon baxtli his qiladi degan savolga mana shu she'rdan ortiq javob topa olmaganman hozircha adabiyotda. Baxtiyorman degan birgina so'zni aytmoq uchun kerak qancha kuch, chidam. Garchi bu so'zlarning eng yoqimligi, garchi tursa hamki tilning ichida,
tegib ketmasmikin bu so'z kimgadir? Og'ir botmasmikin quloqlariga? Qanday bardosh berib yashayman keyin baxtsiz kimsalarning nigohlariga? Avvalo bu so'zni boshqalar aytsin. Aytsinlar, ko'zlari sevinchga to'lib, elning baxti uchun ko'zlarini tikkan shoirlar aytmasin birinchi bo'lib. Bu so'zni bir umr aytmay yashadim. Har shodlik kelganda yurdim sekinroq. G'am so'zin elimdan avvalroq aytdim. Baxt so'zin aytaman eldan keyinroq. Mana shunday degan chaqaman. Ajoyib ijro. Sizdan bu ijrolarni jonli eshitganimizga juda ham baxtlimiz. Xursandman to'g'risi. Baxt haqida gapirdingiz. Baxt o'zi umuman olganda juda ham keng qamrovli, ma'noli, juda ham bir ko'p tomonlama ta'rif beradigan so'z. To'xtovsiz kunlab unga ta'rif bersak bo'ladi. Obunachilarimiz orasida Usmon Azimni shogirdlaridan ham bor. Ular ham bizning obunachilarimiz qatorida faoliyatlarini har zamonda bizga qo'shilib turishadi. Usmon Azimni o'zim ham juda ham yaxshi ko'raman, juda ham sevib ijro etaman. Ba'zan sizga ham taklif qilaman shaxsan o'zim. Baxt haqida shunaqa chiroyli ijro qilgansizki, o'sha baxt balladasini shu she'r xuddi siznikidek ijro qilgansiz-da. Shoirni shunchalik siz o'z so'zlarini his qilib ijro qilgansiz. Bu she'rni Usmon Azim emas, go'yoki o'sha Erkin Bozorov yozgandek-da. Bizning nazarimizda siz ijrochi sifatida o'zingizni kritik baho berishingiz mumkin, lekin biz shuni shunday qabul qilamiz. Siz bunga qarshi bo'lsangiz-da. Baxtni men ham ko'rganman-da. Usmon Azim ham ko'rgan. Ilohim hamma ko'rsin baxtni, hamma etagida tutib olsin. O'sha baxtni shunchalik chiroyli ijro qilgani uchun savol bergan. Mana shu balladani chiroyli ijro qilganlarda va tasavvurida go'zal bir maxluqoni yaratganlar so'zlarida va o'zini hayotiga kirib kelgan baxtni tasavvur qilib o'qib berganlarmi yoki bu umuman she'rni his qilganda o'qiganmi? Umuman olganda sizni shaxsingizga qarab ketyapmiz ehtiyotkorlik bilan va o'sha baxtingiz sizni nazaringizda xuddi shunday bo'lsa kerak-a deb savol berganlar. Ba'zi asarlar bo'ladiki, she'rlar misol uchun yoki nasrda bo'ladi, nazmdami. Odam uni hayotida kechirmagan bo'lsa ham, balkim kechirgisi keladi. Balki o'shanda o'zini tasavvur etadi. Bidi Mapassan Azizimni yozganida bosh qahramon jonivor bo'ladi hayotda. Ayollarga suyagiga bo'lgan va eng past qatlamdan eng yuqori elitagacha ko'tarilgan odamda o'zini ko'rishni istagani uchun shu personajni yaratgan Mapassan. O'zi hayotda unaqa ham ko'rimsizroq bo'lgani uchun ham shunaqa bir surat personaj yaratadiki, uni hamma ayollar sevib qoladi. U o'zi hayotda shunaqa bo'lishni istagani uchun o'zini orzusidagi bir o'zi bo'lishni istagan orzusidagi personaj yaratgan asarida. She'rlarda shunday holatlar bo'ladi. Ba'zilarida hayotimda kechmagan, ichimdan o'tmagan hissiyotlar, voqeliklar bo'lishidan qat'iy nazar, odam unda balki yashagisi keladi, balki bir kun yashab ko'radi. Biz aktyorimiz, aktyorning eng asosiy vazifasi baribir yolg'onga boshqalarni ishontirish. Buni Shahnoza yaxshi biladilar. Bu endi shunaqa deyishadi biz sohamizda. Lekin o'zi aytganimdek, baxtni men ham ko'rganman. Demak, baxtni ko'rgan eng baxtlilardan birisiz. Baxt haqida so'zlar ekanmiz. Bir savol menda paydo bo'ldi. Hozirgina Daryoda chiqqan bir maqolaga ko'zim tushdi va shu yerda shunday javob bergan ekansiz. 28 yoshimda o'zim tanlagan qizga uylanganman. Onam o'zingga ma'qul kelganiga uylan, yashaydigan sen deganlar. Shu ma'lumotlar to'g'rimi, Erkin? Ha, to'g'ri. Onam doim menga erkinlik berganlar. Chunki ismingizni Erkin deb qo'yishayotgan paytda menimcha hamma narsa o'shanda hal bo'lgan ekanda. Erkin o'zi tanlaydi kasbini ham, hayot yo'lini ham va hattoki turmush o'rtog'ini ham deb. Chunki o'zbek xonadonlarida, o'zbek oilasida ko'pincha bu faqat 2 yoshni o'zi hal qilmaydi, oilaviy ish deb qaraladi-ku, oilaviy masala deb. Shuning uchun ayolim bilan shunchaki tanishib qolganmiz, taqdir ekan, oila qurdik debsiz. Hozirda 2 farzandingiz, o'g'lingiz bor ekan yoki farzandlar 3 ta bo'lishdimi, Erkin? Yo'q, 2 nafar o'g'ilni katta qilyapmiz. 2024-yilgi ma'lumot ekan, shuning uchun so'radim, chunki biz hozir 2025-yildamiz. Savolim shunday. Ko'p ijodkorlar, ya'ni o'sha
san'at sohasidagi insonlar, qo'shiqchilar, deylik, aktyorlar ko'pincha o'zlarini sohalaridan tanlashadi. Hattoki jurnalistlar ham nimagaki o'sha sohamiz bir-birimizni tushunamiz deydi. Chunki ijodkor hayotida uzoq-uzoq safarlar bo'ladi. Dam olish kunlari, bayramlarda ish ko'payadi va umuman sohani tushunish degan tushuncha bor. Ya'ni ham ko'ngil tomonlama, ham o'sha kasbni tushunish va qo'llab-quvvatlash. Sizchi, siz turmush qurayotganingizda o'sha kelinimiz qaysi sohadalar? O'zingizni sohangizdan harakat qilganmisiz yoki bu narsa siz uchun muhim bo'lmaganmi? Mana shu ko'ngil masalasi haqida savolim bor mening. Tushunarli. Kelinimiz boshqa sohada, san'atdan yiroq sohada. Menda aniq reja bo'lmagan, Shahnozaxon bunaqa masalada. Aniq reja bo'lmagan ekan, o'ylab qarasam, men aynan bo'lajak turmush o'rtog'im aynan qaysi sohada bo'lishini tasavvur ham qilmaganman. Chunki baribir bir kun taqdirga, peshanaga bitgani bir kun nasib qilishiga ishongandirman. Va bilasizmi, Erkin A'zam yozuvchimiz, xalq yozuvchimiz bir kitoblarida, bir intervyularidan iqtibos keltirganlar. Bilasizmi, o'sha iqtibos savol berilgan ularga. Agar 17-18 yoshingizga qaytganingizda nima qilgan bo'lardingiz deb so'rashgan. Va bilasizmi, ular qanaqa javob berganlar? O'sha yoshga qaytganimda edi, men hamma eng go'zal qizlarni topib sevgan bo'lar edim. Nega desa, chunki meni yoshligim kitob qo'ltiqlab kutubxonalarda o'tdi, kitoblar bag'rida o'tdi. Va o'sha yoshlik o'tib ketganini nima kecha angladim deb aytgan ekanlar. Menda o'sha mahallar ko'proq shu o'qish, tashvish, hayotda o'zim nima deydi haligi, hammada bo'ladigan tashvishlar, ayniqsa musofir joydan kelgani uchun ota-onaning ishonchi egallash kerak bo'lgan shu o'rin va oldinda tuman bo'lgani uchun tuman ichida kelajakdagi hayot qanday bo'lishi bilan bog'liq ko'proq o'sha tashvishlar yoshlikni ancha vaqtini o'g'irlab qo'yar ekanda. Balki bu ham to'g'ridir. Balki hammasini taqdirga solib, hamma yoshlikni, hamma davrni o'zini bir pallasida yashab o'tish kerakdir. Qaysi biri to'g'ridir, hozir aniq javob bera olmayman. Lekin o'sha taqdirga baribir tashlab qo'yganman. Mumkin peshanaga nasib qilgan ishlashim. Eng asosiysi o'sha bir-biringizni tushunib yashashingiz va sizni sohangizni, sizni kasbingizni hurmat qilishlari deb o'ylayman. Bir sohada bo'lish shart emas, ko'ngillar yaqin bo'lsin, to'g'rimi? Albatta. Meni baribir shu ijoddagi bo'ladimi, teatrdagi, kinodagi har bitta ishimda qanaqa yutuqqa erishgan bo'lmasam, o'rni katta baribir umr yo'ldoshim. Sababi mana sizlar ham ayolsizlar, bolalar ko'proq ona bilan. Erkak kishi ko'chada ishida bo'ladimi, ijodida bo'ladimi, boshqa sohami, uyda xotirjamlik bo'lsa, u nima deydi, qanot yozadi-da, bemalol erkin qanot yozadi. Xuddi Alijon Isoqov qo'shiqchining zo'r qo'shiqlari bor. Uyida baxti borlar, har yerda baxtiyordirlar deydi. Uyda baxtni avvalo ayol yaratadi. Bu baxt oshxonada paydo bo'ladi, bolalar kulgusida paydo bo'ladi. Ayolning roli juda katta. To'ppa-to'g'ri, bilasizmi, Madaniyat va ma'rifat telekanalida bir ko'rsatuv bor edi, Hamnafas deb nomlanardi. Shoir va shoiralar, ya'ni o'sha juda ko'p san'at sohasidagi ijodkorlar deysizmi, dramaturglar deysizmi, ularni turmush o'rtoqlari bilan munosabatlari ko'rsatilardi. Ya'ni o'sha aktyorni ijodiy faoliyatini kuzatadigan uni turmush o'rtog'i eng birinchi o'sha muxlisi deydi-ku. Shu ma'noda agar turmush o'rtog'ingiz sizga muxlis bo'lsalar, menimcha o'z fikrlarini bildirib, menimcha bu juda muhim oilada. O'sha oilaviy bola chaqadan tashqari yana so'zlashadigan umumiy savollari bo'lishi kerak deb o'ylayman. O'sha yoshda ham, chunki er-xotin bir-biri bilan mana shu ayniqsa san'atkorlar, san'at sohasidagi aktyorlar uchun siz uchun muhim-ku, to'g'rimi? O'ynagan, ijro etgan rolingizga baho berishi va fikrini aytishi va qiziqishi, to'g'rimi? Albatta to'g'ri. Lekin ruslarda bir maqol bor-ku, vaqt bo'lsa nisboriy deyishadi-ku, haligi did bo'yicha bahslashilmaydi. To'g'ri. Qaysi joylarda kimnidir bu ijodda mendan ustun bilishi, u meni ranjitadigan holat emas. U bo'yicha uni erkin fikrlashga qo'yib beraman doim. Turk seriallarini yaxshi ko'radi, misol uchun. Qaysidir turk aktyorlari mendan yaxshiroq aktyorni bilishi mumkin. Ya televizorni o'chirib qo'yishim mumkin.
Qabul qilishim mumkin. Tabiiy. Lekin rasmiy. Fikrni to'g'ri qabul qilaman. Albatta. Hozir rashk qilamiz albatta. To'g'ri. Muxlisimizdan savol kelibdi. Erkin aka, siz ko'pincha xalq dardini, ruhiy iztiroblarini, muhabbat va yolg'onning og'rig'ini she'rlaringiz va rollaringiz orqali yetkazasiz. Lekin o'zingizning eng katta dardingizni, xalqqa ayta olmagan siringizni bir kuni baribir aytaman deb o'ylaysizmi degan savol. Yo'q, menimcha yo'q, unaqa o'ylamaganman. Chunki o'zim bilan bog'liq bo'ladigan aytib ba'zan ro'y beradi qanaqadir muammolar. Ularni hech qachon o'zim dardimni elga dasturxon qilishga botinmaganman, botin olmayman ham. Chunki jamiyatda nima deydi? Yutuqlar bilan birga muammolar ham yetarli. Umum muammolar, umum dardlar, mana shular bilan yashashni o'zi, bu dardlarga hamnafas bo'lish o'zi baxt ijodkor. Uni o'zini dardlari o'ziniki mayda. Bu faqat she'rlarga to'kilishi mumkin. She'rlarda aks etishi mumkin. Shu yerda hozir dard masalasi bo'yicha yaxshigina mavzu ko'tarildi-da. Shu bitta savolim bor edi. Bu mening aynan o'zimning savolim, bu obunachilarimniki emas, o'zimniki kuzatishlarim, sizning ijodingizga bo'lgan fikrlarim, xulosalarimning yuzasidan kelib chiqqan. Siz yaratgan asarlaringizda asosan xalqona uslubga murojaat qilasiz. Ya'ni ota-bobo va oddiy qishloq hayoti aks etgan personajlar xalqning hozirgi kundagi moddiy ahvoli va uning moddiy ehtiyojlarini emas, balki tarix bilan kelajagini uzviy bog'lab, qadriyatimiz va o'zligimiz, o'z millatimiz va ona xalqimiz oldidagi mas'uliyatimiz hamda majburiyatimizga urg'u berasiz. Har doim. O'z vaqtida Abdulhamid Cho'lpon, Abdulla Qodiriy, Avloniy ham xalq dardi bilan haq dardi deganda aynan mana shularni nazarda tutgan allomalarimizdan hisoblanadi va shuning uchun ham hozirgi kunda juda ham bir ehtirom va hurmat bilan tilga olinadi. Bu hozirgi avlodni bunday vakillarga bunday maqom olib berishida, bunday maqomga erishishida ular juda ham katta yo'qotishlarni o'zi boshidan kechirishgan, to'siqlarga duch kelishgan, qandaydir bir qalin bir chegaralar qo'yishgan ularni ijodida yoki qarashlarini erkin fikrlashlarida. Bu vazifa o'ta og'ir bo'lsa-da, ular bajara olgan shu narsani. Men aynan shu darajada siz shunday ko'rsatib beryapsiz deya olmayman-ku, lekin baribir sizda ularning nafasini sezaman. Ya'ni to'g'ri, xalqda ba'zan kimdadir gaz bo'lmaydi, kimdadir elektr toki yetmaydi, kimdir kambag'al, kimdir och, lekin sizni dunyo qarashingizda insonlarda ma'naviy to'qlik bo'lishini juda ham xohlaysiz-da. Adabiyot deysiz, har safar mana shu adabiyotdan aslida ma'naviyatni olishimizga urg'u berasiz. Kitob o'qing deysiz-da. Mana shu og'ir mas'uliyatni qo'rqmasdan olyapsiz-da, mas'uliyatni, xalqni ongini to'ldirishga ma'naviyat bilan. Bu nima turtki bergan sizga? Bu mavzu qanday yuragingizga o'rnashib qolgan? Juda ajoyib savol berdingiz. Juda chiroyli tahlil qilib berdingiz. Katta rahmat sizga. Rahmat. Bu mavzular ba'zilari ularga erkin vaqt aytgandek, yani o'g'riga nasihat she'rida o'g'rilik gulday hunar ko'ngling bo'lsin to'q, Navoiy sandig'iga qo'l qo'ymagan shoir yo'q deydi. Mana avvalo bu satiralar, boshqalar hammasi personajlar, Anvar Obidjonlardan, Said Ahmadlardan, Erkin Vahidov hajvalaridan, Matmusa, bu ham bir personaj. Shularni bir omiqtalashgan, har biridan qaysi jihatlari o'g'irlangan, Qodiriydan Toshpo'lat tajanglar, Kalvat Mahsumlar, baribir shu sandiqlarga qo'l solib o'g'irlaganlarimda va shular ta'siri o'laroq yaratilgan va ikkilamchi jamiyatda bugun oramizda men ko'rishni istagan bir odamlar bugun to'g'ri shaharni haligi vaqti daryodek tez o'tyapti, chunki shaharda tirikchilik boshqa, hayot tarzi boshqacha. Ammo qishloqlarda o'shanda odamlar bor. Bizda aktyorlikda o'qiganda aktyor kuzatuvchan bo'lish kerak deyardi. Hayvonlarni kuzatish, ularni o'rganish, xatti-harakatini va insonlarga o'tiladigan keyin insonlarni kuzatib, xarakterini o'rganish. Insonni qorni yarim non bilan ham to'yadi, lekin uni kallasini boyitish eng katta og'riqlar bo'ladi doim. Va bugun jamiyatimizda ko'pchilik aksariyat qorin g'amida, bugungi kunning g'amida bo'lgan paytda mana shu og'riqli masalalar qo'lni o'rtaydi, ta'sirlarda paydo bo'ladi, yanaladi, shunaqa ijodiy ishlar qog'ozga to'kiladi. O'zim aytmoqchi bo'lgan fikrlar paydo bo'ladi. Ijodingizga barchamonliklar tilaymiz. Juda ham chiroyli chiqadi, juda ham
ko'rgan odamda haqiqatdan ham kitob o'qish kerak-ku. Ayniqsa boboni o'g'ilga, o'g'ilni nabirasiga bo'lgan har bir tanbehlari, ogohlantirilishlari qandaydir bir chiroyli hajviy yo'l bilan, lekin juda ham hajviy yo'l ham ancha-muncha bachkanalikdan nari bo'lgan bir juda bir chiroyli chiqadi-da sizda. Juda ham o'xshaydi sizda umuman olganda. Qayta-qayta ko'raveramiz. Shahnozaxon, marhamat. Mana shu e'tiborimni tortdi. O'sha ijtimoiy roliklardagi bobo obrazi. Bobo obrazi bu sizning bobongizni, sizni katta qilgan, tarbiya qilgan bobongizni obrazlari ekan-a, Erkin? Ha, shunday, hozir shunday to'xtalgan. Bobomda fe'l-atvor xuddi shunaqa edi. Ha. Birinchi yaratgan o'sha videoingizdayoq, hozir o'sha Daryodagi maqolaga qaytaman, o'sha maqolada 5 marta oliy o'quv yurtiga imtihon topshirganingiz va 5-martasida san'at institutiga topshirganingizda institutga qabul qilinganingiz va o'sha davrlarda korrupsiya rivojlangan davrlar bo'lgani uchun yuridik institut va yana bir qancha institutlar, jurnalistikaga ham topshirgan ekansiz va o'sha yerlardan ham institutga yo kontrakt asosida kirgansiz yoki umuman kira olmagansiz va 5-martasida buni qarangki, aktyorlikka qabul qilingansiz. Demak, o'sha bundan avval taqdir haqida gapirdik. Sizni taqdir taqozosi bilan mana shu kasb egasi bo'lishingizni o'zi taqdiringiz bo'lgan ekan, to'g'rimi? O'zim shunday deb hisoblayman. Shunday deb shunaqa xulosaga kelgan edimki, jurnalistika bir yili, o'zbek filologiyasiga bir yil topshirganman va men adabiyot vakili bo'lish orzum bo'lganda, adabiyotga vakil bo'lib kirish, yozuvchi, shoir o'laroq shoir bo'lish, jurnalist bo'lish, shoir bo'lish. Balki siz aytganday taqdir shu adabiyotga vakillik emas, adabiyotga bir xizmatkor bo'lishni peshonamga bitgandim. Ya'ni san'at orqali. O'sha uchun men san'at ahlidan ham ko'proq adabiyot ahliga, she'riyat ahliga ko'proq yaqinman. Davralar o'zim meni ko'proq tortadi o'ziga doim. Lekin buni qarangki, mana teatr, kino olamida faoliyatingizni boshlaganingiz barobarida siz she'rlaringizni ham bilan ham mana shu ijod maydonida baravar qolganlar bilan qaynayapsiz va sizni shoir sifatida ham tanishadi, bilishadi va hattoki o'sha bir necha maqolalarda Erkin Bozorov she'rlari bilan tanildi, ijtimoiy roliklari bilan tanildi, filmlari bilan emas degan fikrlar ham o'qidim. Bu ta'assufki, men uchun, chunki men kino o'sha badiiy filmlarni ko'proq yoritganim uchun men sizni kino aktyor sifatida taniganman rosti va o'sha undan keyin Turon teatrida sizni aktyor ekanligingizni bilganman, ya'ni teatrdagi faoliyatingiz bilan ham biroz keyinroq tanishganman. Shuning uchun menimcha siz bu maydonga baravar kirib keldingiz, ya'ni o'sha she'rlaringiz bilan ham, kino bilan ham va men bu fikrga biroz qo'shilmayman, shu aktyor sifatida tanilmagan degan fikrga unchalik ham qo'shilmayman, chunki o'sha xos tomoshabinlar, mutaxassislar, kinoshunoslar, san'atshunoslar, mutaxassislar baribir sizni tanishadi va bilishadi va tan olishdi deb o'ylayman. Bu meni albatta o'zimning fikrim. Nodira, siz nima deysiz? Meni fikrim faqat ijobiy, chunki bilasizmi, bu insonni aynan menga xalqparvar va vatanparvarlik hissiyotini ko'proq targ'ib qilish yoqadi. Aslida vatanparvarlik targ'ib qilinmaydi, lekin u maqtanish kerakda, mana millatligida, o'zbekligidan, o'zini millatidan maqtanish kerak, o'zi yashab turgan vatanidan faxrlanish kerak, xalqi uchun qanaqadir bir hissasini qo'shish keraklik mas'uliyatini qilishidan bir mashina fuqarolik majburiyatlarini his qila olishligi to'g'risida o'ylab ko'rish kerakligi ham meni juda ham faxrlantiradi shunday inson bilan, to'g'risi, chunki kasbim taqozosi yoki bilmadim, balkim bu oilamdan shundaydir, lekin vatanparvarlik men uchun eng oliy o'rinda turadi va har qanday sizni o'sha hurmatli ijodkor, sizni mana shu chiqishlaringizni biz uyda oilamiz, farzandlarimiz bilan tahlil qilamiz va uning asosiy chuqur mavzusi, mezoni nimadan kelib chiqqanligini ham albatta bolalarimga tushuntirib ketaman. Bugun shunday voqea bo'ldiki, bolalik onangiz haqidagi she'ringiz juda ham chiroyli chiqqan. O'sha onangiz haqidagi she'ringizni biz tahlil qildik o'g'lim bilan. Har bitta harakat bu aynan o'g'lim, siz o'sha ijro etayotgan har bir satrda o'g'lim o'zini ko'ryapti va yuzida tabassum paydo bo'lyapti-da. Va o'g'limga aytayapmanki, o'g'lim, ko'rdingmi? Sen ham qachondir mana shu yoshga yetganingda, men hozir 18 yosh, bu narsani ko'pam chuqur anglab yetavermaydi, ba'zan xafa bo'ladi menda. Rahmat. Mana shu yoshga yetganingda albatta shu fikrga kelasan. Shuning uchun xafa bo'lmagin dedim. Chillar
O'sha yog'och Shipaylar. shipaylar, hammasi va ertalab ko'rin bo'lib chiqib ketish kun tartibingizdagi va kechqurun yaqin bo'lib kelishingiz, o'sha oq kiyimlarni dog'ini ketkazolmasdan g'iting bilan hammasi shunchalik oynada aks etganki, umuman maza qilib buni 2 marta teglab, 2 marta tahlil qildik, maza qildik. Shuning uchun ham sizni har doim xalqona va vatanparvarligingizga tan beraman va muxlisingiz bo'lib qolaveraman. Shahnoz, marhamat. Bu yerda muxlislar bir qancha savollar yuborishibdi. Shu savollarga ham e'tibor qaratsak va mana shu o'rinda o'sha bundan oldingi fikrimni davom ettirgan holatda aynan siz Nodira, siz qaysi film orqali yoki ijtimoiy roliklar bilanmi yoki she'rlarimi siz Erkin Bozorovni qachon tanigansiz? Erkin Bozorovni Turon teatridan beri taniyman. Chunki Turon teatri bizni faoliyatimizda 1-qavatda bo'lardi, men esa 3-qavatda bo'lardim. Biz garchi biz birimizni doim albatta biz bir-birimizni tanish bo'lib ko'rishmasak-da, eshikdan kirib chiqqanmiz va sizni umuman ijodkor sifatida va aynan kasbdosh sifatida sizni juda ham shuning uchun aytyapman, kasb taqozosi bilan sizga shuning uchun aytdim. Va aynan o'sha mudofaa yo'nalishida faoliyat olib borganim uchun ham ba'zan fikrlashimiz, dunyoqarashlarimiz juda ham bir-biriga mos keladi-da. Shuning uchun ham harakat qilaman ko'p qoldirmaslikka va aynan bitta mana shundan taniganman yoki mana shu menga juda yoqadi deya olmayman. Qachon taniganimni aynan kunini esla olmayman va ularning yaratgan asarlarini men ajratmayman. Hammasini sevib, qayta va qayta tinglayveraman. Bitta savol bor. Sizni ijodingizni juda ko'p kuzataman. Mening hayotimda juda yaqin va o'xshash lahzalarni moslashtirar ekansiz. Demak, bu insonni, o'sha obunachimni hayotiga ko'proq yaqin lavhalarni ko'rsatgansiz va sizni ko'rib gaplashishni orzuyim edi. Sizni jonli eshitib turganimdan juda ham xursandman. Inshaalloh uchrashamiz nasib qilsa deb bir muxlisingiz Baxmaldan yuborgan, Jizzax viloyati va Qozog'istondan Erkin aka, omad tilayman. Salom aytsangiz mening nomimdan. Muxlisingiz Munojot Qozog'istondan deb yozibdilar. Rahmat, katta rahmat bu qadar e'tiborlar uchun, e'tiroflar uchun. Albatta, ko'rishdan men ham umidvorman. Bunaqa samimiy, ko'ngli keng insonlar bilan, muxlislar bilan. Ijodkor, e'tiborli gadosi baribir. Albatta, biz sizga e'tibor beraveramiz, siz esa bizga yangi asarlar bilan xursand qilaverasiz. Sizni ijodingizda milliy qadriyatlar va zamonaviylik qanday uyg'unlashadi? Milliy qadriyatlar va zamonaviylik. O'zim ishlarimni hozir tahlil qilishga harakat qilaman. Bunday masalan, chetdan nazar solsak ham 3 ta davr vakillari bir zamonda yashayapmiz-da. Ya'ni bizni bobolarimiz, ular boshqa davrlar. Bizni otalarimiz, ular sobiq sovet tuzumi, mafkuralari, g'oyalari bilan o'sha g'oyalardan suv ichgan, o'sha g'oyalardan chiniqqan, ba'zan undan chiqib keta olmagan bir avlod vakillari, bir davr vakillari va mustaqillikdan keyingi davr vakillari, ular biroz qo'rqoqroq, ota-onaning chizgan chizdan chiqmaydigan, shu otalardan o'tgan haligi hozirgi qo'rqoq qonlar tomirlarga ko'chgan bir avlod deymiz. Va undan keyingi avlodlar umuman boshqacha tasavvur qilaman. Ya'ni anchayin erkin, hurfikr va kelajakda vatan osmonida qanotini keng yoyib uchadigan, yurtini ham qanotlarini ko'tarib uchadigan bir avlodlar sifatida tasavvur qilaman, umid qilaman bo'lishidan. O'sha ijod ishlarida ham shu avlod vakillari biroz bo'rttirib bo'lsa ham, chunki bu baribir badiiy to'qimalar asosida bo'lgani uchun bo'rttirishlar bo'ladi-da, xarakterlarda, satira bo'lgani uchun ham ayniqsa. Ular shu zamonda yashashyapti. Ularning kostyumlari, kiyimlariga nazar tashlasangiz ham o'sha davrlar seziladi, o'sha davrlar, shularni aks ettirishga harakat qilaman. Fikrlar xilma-xilligi. Hozir siz adabiyotga, aslida qalbimda adabiyotga bo'lgan muhabbat kuchli edi. Keyinchalik anglab yetganmanki, aktyorlik ham shu adabiyotga yaqin kasb va xalqqa xizmat qilish mumkin bo'lgan kasblardan biri ekanligini deb gapirganingizda hozir shunday bir savol paydo bo'ldi-da menda. Bu adabiyotga qiziqish, ya'niki shoirlikka o'zingizcha, o'sha kichkina qalbingizda bir shoirlikka qiziqishlar, qanaqadir bir she'rlar yozishga harakatlar hozirgi paytda o'sha kichkina
kichkina Erkinning qalbidagi fikrlari hozir kattargan va o'zini yoshiga mos holatda fikrlar paydo bo'lgan o'zini faoliyatida. Sizningcha shoir jamiyatda qanday o'rin egallaydi va qanday o'rin egallashi kerak va uning ijtimoiy faolligi naqadar bizga zarur yoki kerak emas? Shoir Bekali bir suhbatda she'rlarni ko'p ijro qilaman. Bekali bir ajoyib so'z aytgan. Savolingizga juda mos kelar ekan. O'zimning fikrim bilan to'ldiraman. Shoir meni ota-onamga men she'rlarim kerak emas, unga shoir kerak emas, ularga qobil farzand kerak. Meni bolalarimga she'r kerak emas, men bolamga sut kerak degan gaplarni aytgan. Shoirlik bu qismat. Shoirlik ba'zan o'sha bu iqtidor o'z egasining fojiasiga aylanishi mumkin degan fikrlarni aytgan. Men shu narsani ko'p istaymanki, odamlar bugun san'at ahlidan, yaltiroq ba'zi yulduzlardan, bugun yonib erta o'sha yulduzlardan ko'ra adabiyot ahliga, she'r ahliga yaqinroq bo'lsa, shundagina tezroq uyg'onadi qalblari, shuurlari, onglari. Shundagina, chunki shoirlar aksari haqiqiy shoirlar yolg'on gapirishni bilmaydi. Tarixlar ham o'zgaradi ba'zan. Tarixni g'oliblar yozadi deyishadi-ku. Tarixlar o'zgartiriladi. O'zimiz tariximizdan misol 70 yillik o'tgan tuzumdan misol qancha tarixlar o'zgarib ketdi. Faqat adabiyotlarda qolgan tarixgina o'zgarmaydi. Chunki shoir, yozuvchilar davrni, muammoni, jamiyatni boricha ko'radi, boricha tushiradi qog'ozga, qalamga va tarixni o'rganishda ham adabiyotlarning qanchalik o'rni bor. Shoirlarni, yozuvchilarni. Shoirning ijtimoiyligi juda ham muhim davr uchun. Albatta. Sizni ko'proq Mansur Jumayevning she'rlarini ijro qilganingizni ko'rganman, kuzatganman. Mansur Jumayevni men ham juda ham hurmat qilardim. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Islomjon Qo'chqorovning she'rlarini, ayniqsa Kechki uxlamanni juda ham chiroyli ijro etgansiz. Bu qalbni titratib yuboradigan va she'rlar va lekin aynan sizda umuman boshqacha hurmat bor Erkin Vohidovga. Hamma shoirlardan hurmat qilishga harakat qilasiz, lekin Erkin Vohidovga bo'lgan qanaqadir bir cheksiz hurmatingiz, muhabbatingiz bor-da, to'g'rimi? Shunday. Bu bolalikdan borib topiladi. Va so'ragan, bolalik haqida xotiralar so'ragandingiz-ku. O'sha ilova qilish mumkin istasangiz agar. Qishlog'imizda kutubxona bo'lar edi. O'sha kutubxonada bir borganda uni hidi, kitoblar, atrofdagi eski kitoblarni o'ziga tortardi. Kitob kalitidan ham berilmagan, berilib kitob o'qimasam ham Erkin Vohidovning bir yashil kichkina kitobchalari saylanmalari qalingina qo'limga tushib qoldi. Nechanchidir tomi esimda yo'q, uyimda haligacha bor. Va o'sha kitobni bilib bilmay o'g'irlaganman o'sha kutubxonadan. O'g'irlaganman. Qo'rqib yurganman. Mazza qilib o'qiganman o'sha she'rda Erkin Vohidovni olib kirgan o'sha she'riyatga. Maktabdagi o'qituvchiman sabab bo'lgan albatta. Ustozimiz. Lekin Erkin Vohidovning she'rlari meni boshqacha o'ziga tortgan, bilib bilmay qanaqa olamga kirganini bilmasdan shularga maftun bo'lib yurganman. O'zimcha yodlab, suv bo'ylarida ariqdan chelakka suv tashiganlarimda, mollarga suv berganimda takrorlab qo'limda o'qib yurardim, ovoz chiqarib. Va o'sha kitobni o'g'irlaganimdan yillar o'tib juda xursand bo'lganman. Chunki kutubxona yopilib ketdi, kitoblar qayerga ketganini bilmadim. Va o'sha kitobgina qoldi mana o'sha kutubxonada esdalik bo'lib. Undan keyin 7-8-sinfdaligimda dadam Erkin Vohidovni ikkita saylanmasi kelib qopti kitob do'konga. O'shani ertaga olib kelaman dedi. Va o'sha kuni, o'sha tun men uxlamaganman. Dadam bir kun kech ishda ushlanib qolganlar, kela olmaganlar va ertasi kuni kelganlarida boshdan tushib, Jigulidan paketlarni olyaptilar. O'ylam, qaysi paket ichida o'sha tom bor, ikkita tomi bor. Yangi saylanma bu. Nima soqili, ikkita tomi, yashil edi uning ham usti. Saylanmalar. Va paketlar ichida, xaltalar ichida piyoz bor, kartoshka bor, go'sht bor, yegulik bor, shirinliklar bor. Lekin kitob yo'q. So'rashga boshqa olmayapman. Erkin Vohidov. Desam u eslardan chiqqan bo'lsa-chi deyapman. Chunki men bir kunu bir tun uxlamaganman va yana kun bo'yi kechgacha kutganman. Vaholanki kutaverdim keyin kitob so'raganimda xotirjam esimdan chiqib ertaga olib kelaman. Va o'sha tunda ko'zimda oqqan yosh kechqurun bo'lgan shunda dadam ko'rmadi, sezmagandim. Va yana bir tunni o'tkazganman va yana bir kunni ertagacha. Ertasi kuni o'sha kitoblar qo'limga yetib kelganida o'sha xursandchiligimni haligacha unutmayman. Uyqusiz tunlar bo'lgan ekanda, demak, o'sha kitoblar. Erkin Vohidov bilan mana shunday go'zal xotiralar bog'liq bo'lgani uchun, bolaligimni eslatgani uchun
juda ham yaxshi ko'raman. Erkin Vohidovni sevib qayta va qayta o'qiyman. Ayniqsa boshlovchi Nurmuhammad Isroilovni tanisangiz kerak. U inson menga ustoz bo'ladilar. Ular menga juda ham ko'p maslahatlar berib turadilar va o'sha kishining otalari Erkin Vohidov bilan o'rtoq bo'lganliklari uchun aynan bolaligida Erkin Vohidovning suhbatlarini olgani uchun o'sha Nurmuhammad Isroilovga ko'p o'sha Erkin Vohidov haqida ko'proq so'rashga harakat qilaman, ko'proq voqealar haqida so'rashga harakat qilaman. Umuman olganda, men ham Erkin Vohidovni juda ham muxlisiman. Choynaklar, egiluvchi choynaklar ham piyolalar, bular juda ham yaxshi ko'raman. Bu shoirlarni baribir Xudo xalqimizga bir ne'mat qilib bergan deb bilaman-da. Albatta. Bu yerda muxlislardan yana she'rlar bilan bog'liq savol kelgan. Shundan oldin boshqa o'zimni bir savolimni bersam maylimi? Keyin yana she'riyatga qaytardik. Bemalol. Ruxsatlar bilan ha. Mana Erkin, men kuzatib boraman. Ijtimoiy tarmoqda mana shu dolzarb mavzuda roliklar tayyorlaysiz, o'sha chiqishlar qilasiz. O'sha yerda siz ham aktyorsiz. Bilishim bo'yicha o'zingiz rejissyorsiz, to'g'rimi u yerda? Ha, imkonim qadar. Ha, chunki biz hozir sizni tanishtirganda aktyor, shoir dedikda va hozir e'tibor berib qarasam, mana shu roliklarni o'zini rejissyori yo'q ekan. Ya'ni siz o'zingiz bu yerda ham aktyor, ham rejissyor, menimcha faqat operator suratga oladi xolos, to'g'rimi? Qolgani hammasi bir aktyor ijrosi deydimi? Bir aktyor teatri deydi, bir aktyor teatri. Shunga o'xshash holat ekan. Mavzu tanlashda, mana shu ijtimoiy roliklarni tayyorlashda, umuman mana shu chiqishlarda, video lavhalarda sizga o'zingizni fikringizni aytish muhimmi, g'oyani yoki siz ko'proq qanday videolar ko'rilyapti va shu ko'rilishiga qarab tayyorlaysizmi ularni mavzu tanlayotganda? Nega bunday savolni beryapman? Chunki shunday bir jihat borki, biz e'tibor beramiz. Ya'ni odamlar nima ko'ryapti? Ya'ni o'sha reyting olishi, odamlar orasida mashhur bo'lishi, ko'proq shu layklarga qiziqishadi, to'g'rimi? Sizda bu jarayon qanday kechadi? Tushunarli. Hozirgi tilda aytganda trenddagi mavzular qaysilaridir menga ta'sir qilishi mumkin, diqqatimni tortishi mumkin. Lekin o'zimni zo'rlab qog'ozga tushira olmayman, qo'limga qalam ola olmayman. U trendda bo'lsin, o'sha vaziyatda o'shanaqa video chiqarishim nima deydi, ko'plab ko'rishlarga ega bo'lishi mumkin. Ammo baribir o'zimni qo'limga qarshi bora olmayman-da ko'pincha. O'zim ta'sirlangan, jamiyatda ko'rgan, kuzatgan, hisoblagan fikrlarni baribir birlamchi nimaga qo'yaman. Ro'yxatimni yuqorilariga. Chunki bu mavzular o'lmaydi. Bugun trenddagi mavzu erta esdan chiqadi. Misol uchun juda ko'p yozishadi menga ham ba'zi mavzularni olib chiqing deb. Eng haligisi ko'pchilik iltimos qilgan, talab qilgan, hatto meni qo'rqoqlikda ayblagan bir mavzu bor edi, juda ham. Ba'zi mavzu mayda mavzu, lekin odamlar katta masshtab, ko'lamli bir mavzu darajasiga chiqarishdi. Bu ham bo'lsa mashinalarning orqa oynasiga tonirovka ruxsat etilmagan edi va old oynasiga pullikmi keyin ruxsat etishdi. O'sha qonun loyihasiga atrofida shunaqa fikrlar bo'ldiki, nega mashinaga mumkin emas tonirovka, haligi qora oyna bilan qo'yish, nega boshqalarga mumkin to'lab yuradi. Bu xavfsizlik uchun nima uchun o'zi shu mavzuni ko'pchilik so'radi mendan. Men buni umuman na bir jamiyatga, na bir xalqqa, bitta odamga foydasi yo'q mavzu qilaman-da. Bunaqa mavzular juda ham ko'p. Trenddagi mavzular. Bular e'tibor qarashga arzimaydi bilganim, e'tiborimdan chetda qolaveradi. Demak, sizga murojaatlar kelib tushadi va iltimoslar qilishadi. Mana shunday mavzu tanlayotganda asosan birinchi o'rinda yuragingizga, qalbingizga va o'zingizga quloq solasiz, to'g'rimi? Mana shu vatanga buni qanday foydasi bor degan savolni o'rtaga tashlaysiz. Odamlarga albatta o'zim uchun boya Nodira aytdilar-ku, bolalarim bilan kuzatamiz, tahlil qilamiz. Bolalarni aynan nigohim menga ham ko'proq yuk bo'lib turadi kattalardan ko'ra. O'zi umuman bugungi kunda Erkin Bozorovni qanday mavzular o'ylantiradi? Umuman sizni nimalar o'ylantiradi? Mana bugungi hayotimiz, kechayotgan voqealar deylik. Mana o'sha kuni kichkinagina bir telefondagi suhbatimizda men ekologiya haqida gapirdim, lekin unchalik fursat bo'lmadi, sizni eshita olmadim. Umuman sizni qanday mavzular o'ylantiradi o'zi umuman hayotda, mana shu bugungi yashayotgan jamiyatimiz? Oxirgi paytlar meni atrof-muhit, tabiat, ekologiya mavzulari o'ylantiradi.
va shunaqa holatlar bo'ladi. Buni hammamiz kuzatamiz, ko'ramiz. Banklarda ham bo'ladi, ozgina masalan ko'ngilda o'rtanish deydimi, haligi achinish deydimi, ba'zi mavzular yuzaga chiqqanda odamlar, millatimiz teng ikkiga ajraladi. Ikki tomonga ajralib qoladi. Biroq buni fikrda hech bir mavzularda kamdan kam bo'ladiki, bir yoqlama hamma tasdiqlagan, hamma bir yoqdan bosh chiqargan mavzular kam bo'ladi. Ba'zi omillar sababli, dunyoqarashlar sababli, yashash tarzlari sababli kamdan kam bo'ladi ba'zi mavzularda tortishlar, talashlar. Millat o'laroq birlashmaslik va o'zbek degan nomdan faxr tuymasliklar juda ham ichki-ichimga sabab bo'ladi. Bu aytganimda yangi avlod, vatani tomiriga kirib kelayotgan yangi qonlar mana shunaqa bugun biz ichki-ichimizga sabab bo'layotgan voqeliklarni mavjud qiladi degan maqsadda. Mana shunaqa mavzular diqqatimni tortadi. Erkin, shu o'rinda siz ijodkorsiz va ijodkorga beriladigan bir savolim bor. Azoblar ichra orom degan tushuncha bor-da. Mana shu azoblar ichra orom, mana shunday holatni o'zingizda sezganmisiz? Go'zal savol bo'ldi, ajoyib. Buni siz ham yaxshi bilasiz, ijodkor bo'lganingiz uchun, Nodira begim ham. Men ham sezaman, his qilaman bu narsani, azoblar ichra orom. Har bir siz maqola yozsangiz, ko'rsatuv tayyorlasangiz, bu ham bir ijodda baribir tug'iladigan, odam ko'nglidan to'kiladigan ichki olami bo'ladi bu. To'g'ri. Ko'p bo'ladi menda. Bir narsa yozish o'zi azob-ku baribir ham. Ijodkorlik. Va mana sizni hozir aytayotgan fikrlaringiz, mana Nodira begimni tushunchalik aytgan e'tiroflari, ayni bobo o'sha mavzularni qo'ygan tahlillari, o'sha azoblarda yozganlarim, dashtlarda, quyoshda, quyosh tig'larida bo'ladimi, sovuqda bo'ladimi, o'sha azoblarni hozir oromlik his qilyapman shu so'zlar gaplaridan. Shu bo'lsa kerak-da. Ketma-ket mana shu suratga olish maydonlaridagi mehnat, ijod zavqi bilan yashash va undan keyingi o'sha keladigan qandaydir rohat deymizmi, orom deymizmi yoki o'sha ikki og'iz shirin so'z, ijodkorga shu aytiladigan bir ijodiga, faoliyatiga nisbatan fikr deylik, mana shu so'z, munosabat menimcha ijodkorga qanot bag'ishlaydi va shu o'rinda yana bitta savolni o'ylayman. Mana siz teatrda, kinoda va yana erkin ijoddasiz. Qaysi birida Erkin Bozorov uchadi, parvoz qiladi? Ya'ni o'sha eng maza qiladigan joyingiz qayerda? Men doim teatrda maza qilardim. Teatr sahnasida, shu rollarimda. Eng baribir sog'inadigan manzilim ham ko'proq teatr. Teatr. Teatrga qaytish niyatingiz bormi? Albatta bor. Teatrga qaytmasdan ilojim yo'q. Bu yerda olib chiqqan, masalan 4-5 yil davomida ishlagan bo'lsam, ustozim teatrdagi birinchi yagona ustozim Sayfiddin Meliyev, ularni o'g'irlagan qopimni to'ldirib chiqqanlarim ertam-indin bir kun bo'shab qoladi, yana teatrga qaytishga majbur bo'laman. Nodira, ruxsat bersangiz, shu o'rinda Art Hamsa House, Art Hamsa teatrini ochilganini aytib o'tmoqchiman. Balkim bu muxlislarga kerakli ma'lumot bo'lar va manzilini men bu yerga yuborib qo'yaman. Sayfiddin Meliyevning hozirda Toshkentda Art Hamsa teatri faoliyat yuritmoqda. Mustaqillik metro bekatidan men lokatsiyani yuborib qo'yaman. Hamid Olimjon metro bekatida. Ayni kunda Masxaraboz spektakli qo'yilyapti, deyarli har kuni. Ajoyib aktyorlar o'ynashyapti. Borib ko'rishlari mumkin. Sizlarni ham taklif qilaman. Bajondir borib ko'ramiz. 2 marta bordim, Erkin sizni izladim, chunki bilaman Sayfiddin Meliyev bilan hamkorligingizni, umuman Turon teatridan beri faoliyatingizni kuzataman. Shuning uchun o'sha yerdagi spektakllarda ham sizni kutib qolamiz. Shu spektakllarda rollar bilan chiqishingizni. Va bu yerdagi muxlislarga ham albatta teatrni repertuarini berib qo'yamiz. Balkim bu yerdagi muxlislar orasida teatr ixlosmandlari bordir degan umiddamiz. Marhamat Nodira. Obunachilarim orasida she'r ixlosmandlari, teatr ixlosmandlari, umuman san'atga oshiq ko'ngillar jamlangan. Bu yerda hamma ko'ngli toza, bir-biriga faqat yaxshilik ulashuvchi, aynan vatanparvar va o'zining o'zligidan faxrlanuvchi insonlar, bir-biriga faqat yaxshilik ulashuvchi insonlar. Shuning uchun ham hech shubhalanmasdan ayta olamanki, teatr albatta hammaga qiziq. Shu yerda bitta savol paydo bo'lgan.
Savol shundayki, sizni tayyorlagan asarlaringizda, ya'ni roliklaringizda asosan tabiat ko'rinadi. Orqa fonda ko'pincha tabiatda yam-yashil bog'zor yoki yam-yashil ko'klamzor, tog'lar, qanaqadir bir ajoyib manzara umuman olganda juda ham kamdan kam ko'ramiz sizni shahardagi qaysidir bir epizodni lavhani ko'rsatganingizni. Shuning uchun so'ramoqchi bo'lgan obunachimiz savoli shundayki, bu go'zal manzaralarni qayerda topasiz? Bular qayerlar? Ayollar, yon atrofimizda ko'p bunday manzaralar, o'zim ko'p chiqadigan manzillar Toshkent shahri atroflarida, Toshkent viloyati Parkent tumani Shahnoza opa yaxshi biladilar. Meni eng yoshlik davrlarim, kinodagi birinchi debyutlarim o'sha joylarda o'tgan, So'qoq qishlog'ida. Ham o'zim qishlog'imda bo'lib qolgan. Dilor bor, Said Ahmad filmlar. Qiziltog' deb nomlangan o'zi asl oldingi nomi Krasnogorsk degan joylar. Krasnogorsk, Va Bo'stonliq tomonlar. Shu yerda yana bitta savol bor. Tez bermasam sizni ko'p gapirtirib, lekin savollarim qolib ketadi. Obunachilarim qilib qo'yaman. Gapiraman unda, keyingi savollar. Yo'q, siz gap bemalol bugun. Assalomu alaykum. Inson kasbini yaxshi ko'rsa, ishdagi har bir soniya unga zavq bag'ishlaydi. Ammo baribir insonda bo'lganidek negativ izohlarga fikringiz qanday? Ularga e'tibor bermay yana o'z ustingizda ishlashga undaydigan narsa nima? Negativ bo'ladimi sizga? Albatta bo'ladi. Juda e'tibor bilan qaraman, tinglayman. Xuddi sizni Sinchkov san'atga ishtiyoqi baland kuzatuvchilaringiz kabi meni kuzatadigan insonlar ham aksariyatlari juda nozik va bir tahlil qila oladigan insonlar. Har birlarini eshitaman. Misol uchun bir insonni aytaman, sizga ham begona emas, chunki mudofaa sohasida faoliyat yuritadilar. Inson boya kirib chiqdilarda, salom bermoqchi edim, chiqib ketdilar, adashmasam. Ishda bo'lsalarda. Qarshida, Qashqadaryo viloyatida Janubiy G'arbiy harbiy okrug bor. O'sha yerda ishlaydigan Isroil akamiz borlar. Meni har bir ishim, har bir bergan intervyuim, har bir ijodiy ishdagi so'zlarim misol uchun tahlil qilib beradilar. Mana bu yerda xatolik, mana bu yerda to'g'ri. Bu insondan ko'p narsa o'rganaman. Adabiyotda shunaqa teran fikrlar yuritadilar. Sizlar ko'p kitob o'qiganlarki, nega bunchalik inson shuncha adabiyotni yaxshi ko'radi? Sohasi umuman boshqa olam bo'lgan holda ham deganimda avvalda ko'ngillarda bo'lgan ekan san'atga qiziqib, boshqa yo'lga bo'lgan. Xuddi o'sha insonga o'xshagan boshqa insonlar ham borki, men ulardan fikr kutaman. Kerak bo'lsa o'sha negativlarni, tanqidlarni kutib turaman. Qachon keladi fikrlarni. O'zim botinib so'ra olmayman. Nima deysiz? Endi hammaning o'ziga tashvishi bor ishlari bor. Fikr bildirsa xursand bo'laman. Siz hozir nazarda tutgan insoningizni men ham ko'rdim va u inson bilan men ham bir qancha vaqt yelkadosh bo'lganman, bir safda bo'lganman va u insonga nisbatan hurmatim juda ham cheksiz, Chirchiqda birga faoliyatimiz bo'lgan. Albatta, juda ham fikrlar teran va faqat uning egnidagi libosigina jiddiy. Umuman olganda ko'ngil insoni, juda ham yaxshi inson. Libos ham yarashadi. Albatta yarashadi va juda ham yaxshi inson. Yana bitta savol bor edi. Ijodingizda eng muhim deb hisoblagan asaringiz qaysi va nima sababdan aynan shu deb savol berdilar. Ijodingizdagi nazarda tutganingiz o'zim qalamimga mansub umuman. Albatta, umuman olganda mana yaratgan asarlaringiz, roliklaringiz u sizni qalamingizga mansub bo'lishi mumkin yoki o'zingiz yozmagan bo'lishingiz mumkin, lekin umuman olganda o'sha sahnada chiqdingiz va shuni yaratdingiz. Rolikda, ekranda paydo bo'ldingiz, shuni yaratdingiz. Ma'lum bir sizning ijodiy ishingiz bo'ladi-ku. U she'r yozgan bo'lishi mumkin, lekin uni xalqqa ko'rsatgan inson ham qanchadir hissa qo'shadi va sizni hayotingizdagi muhim ahamiyatli bo'lgan shu asarim juda ham muhim ahamiyatli degan asaringiz qaysi va nima uchun? Bunday asarlar kinoda ham bor, teatrda ham bor va o'zim ijodiy ishlarimda boshqa shoirlar ijodida ishlar bor deb sanab berishim mumkin. Misol uchun teatrda oladigan bo'lsak, bir kunlik baxt degan spektaklimiz bo'lardi. O'sha spektakl personaj o'sha davrda yashayotgan hayotimga shunaqa hayot tarzimga mos bo'lgani uchun boshqacha qalbimdan joy olgan. Uni ko'p sog'inaman, o'ynashni, o'sha rolni. Va Toshpo'lat Tajang Tilla tabassumlar spektaklida ham Toshpo'lat Tajang degan personaj. U ham boshqacha.
kinoda debyut sifatida Dilor Dilborni ko'p yaqin tutaman o'zimga. Birinchi hayajonlar, taassurotlar, buni tasvirlab bera olmayman so'z bilan. Ijod ishlarimda men o'zim ko'p yo'naladigan haligi o'qimagan bolalar degan she'r bor. Unga Murizoda musiqa bastalagan o'zi. Haligi bir ifodalar bo'lmas qanaqadir dardlar, bir nimalar, og'riqlar uyg'onadi she'rlar aytganimda. Eng og'riqlisi Talanchi bola bilan tog'ani suhbati aks etgan bir videorolik bor. Talanchi bola bilan. Çünkü boya aytdim-ku, so'zim boshida ham bolalar bilan bog'liq har qanday voqelik, og'riqli bo'lsin, quvonchli menga juda ko'proq ta'sir qiladi. Kattalar bilan bog'liq voqealardan ko'ra. O'sha ijodiy ish va meni eng birinchi ijodiy ishim bor, eng boshlaganim qalam haq olgan shoir, millioner shoir degan she'rim. O'sha davrda o'sha vaziyatlarda she'r yaralgani uchun o'zimga yaqin. O'zingizni she'ringizni o'qib yozib bo'lganingizdan keyin u she'r qanchalik yaxshi chiqsa ham, yaxshi chiqmasa ham xalqqa yetib borish tashvishidan oldin sizga shu yetib borganda xalq qanday kutib oladi degan fikr ham bo'ladi-ku shoirda, to'g'rimi? Va undan oldin mana shu she'rni, uni o'ylashdan oldin ham eng avvalo mana shu she'rni paydo bo'lgani va uni xuddi bolangizdek asrab, uni yaxshi ko'rganingiz muhimroq bo'ladi boshida, to'g'rimi? Shoir sifatida. Shunday, xuddi shunday. Va o'sha avaylab asrab, uni shunchalik chiroyli va ehtiyotkorlik bilan xalqqa yetkazmoqchi bo'lasizki, xalq uni yaxshi kutib olishini xohlaysiz, to'g'rimi? Xuddi shunday, xuddi shunday. Xuddi ko'nglimdagi haligi kechgan kechmalarni oynada ko'rganda aytib berdim. Siz aytgancha ona she'ri ham bor-ku? Ona she'rini oylab yozdim, ba'zan xotiralarni kavlaganimda chiqmadi, tashlab qo'ydim, ba'zan yozdim. Ular yakunlanganda, o'tgan yili bu she'r yakunlangan edi. Men uni ijro qilish uchun yodlab ham bo'lgan edim buni allaqachonlar, takror eshitib yurardim. Qayta-qayta yodimdan chiqmasin deb takrorlab. Va bir shunaqa munosib joy qidishim kerak edi bu she'rga, chunki ko'nglimga yaqin bo'lgani uchun, xotiralarim haligi aks etgan she'r bo'lgani uchun, ham onam haqida bo'lgani uchun, eng yaqin insonim haqida. Shu joyni topa olmadim, uni ijro qilishga qanaqa ko'rinishda, qanaqa joyda topa olmadim. Va shunday vaqt yetib keldiki, tavakkalman, onam tug'ilgan kunlari haqida tug'ilib qoldi, ko'nglimda o'shanda paydo bo'ldi. Yo'qsa o'tgan yili bu she'rni tayyorlab chiqarishim kerak edi. Lekin juda ham betakror chiqqan, juda ham ona uchun, ham farzand uchun juda ham chiroyli chiqqan. Hamma eshitgan odam borki, buni o'zida his qiladi buni. O'zi shu jarayonga kirib boradi-da. Shu yerda obunachilarimiz iltimos qilyaptilar. Endi ijodkor kelgandan keyin uni ijodidan namunalar eshitishni hamma xohlaydi-da. Shuning uchun meni kutmang she'ridan o'qib bersinlar deb iltimos qilib 3 marta yozdilar. Xo'p bo'ladi. Talabchi bo'lgan bo'lsa bajaradi. Rahmat. Umid qilaman oralarda qaysi so'zlar yozilgan chiqadi. Meni kutmang. Ikkinchi jahon urushida halok bo'lgan va umrining so'ngiga qadar bolasini kutgan onalar xotirasiga bag'ishlang. Ko'zlaringiz buncha charchagan. Yig'labsiz-da saharlarga. Yo'l poylamang endi darchadan. Endi uyga qaytmayman. Manglingizdan hormasin. Men va'damni buzdim onajon. Nasib bo'lmas biz kutgan dunyo. Umidimni buzdim onajon. Siz urushni qarg'aysiz yomon, yoshga to'lib qaroqlaringiz. Yillar o'tdi intizor, hamon qiynar nigohlaringiz. Menga ona iltimos. Men hayotdan uzilgan balki sizga sovuq urushdan meros bir umrga yetarli dardman. Afsus nasib etmay qoldi. Keksalikda siz kutgan oxir. Ostonadan kelin o'rniga kirib bordi oppoq qora xat. Men-ku shunday bo'lsin debman. Chaqnab, yonib yashamasmidim? Yer tishlagan tog'day yelkamni poyingizga to'shamasmidim? Har tun dilga azob o'rnadi. Yot qo'ynida sevgilim uxlab. Yig'lab mendan uzr so'raydi ko'kragimga sanchilgan o'qlar. Bas poylamang ko'z tikib, so'ngsiz borsa kelmas yo'limni. Men jangohda qoldim, qon to'kib. Sizga bersin qolgan.
izlarimni bosib qoldi qor. Endi bizga diyor yo'q. Siz bahorni kuting, intizor, faqat meni kutmang, jon ona. Yaxshi kunlar hali oldinda, siz musaffo tonglarni kuting. Yig'lamaydi o'qlar ham unda, tinch, xotirjam onlar. Ungacha sog' bo'ling, doimo. Omon bo'lsin uyim, jonajon. Mayli. Qo'msang sog'ing, ammo meni kutmang. Kutmang, onajon. Rahmat. Mana shu so'z. Katta rahmat. Katta rahmat. Rahmat sizlarga ham. Sabr bilan eshitganingiz uchun. She'rni juda chiroyli va ta'sirli o'qiysiz. Mana yana bir muxlisdan savol. Erkinning ishlariga omad. Bir savolim bor. Ovozlari juda ham shirali, nutqlari teran. Avlodlarida, ya'ni ota-onalarida qaysidir kasb egasi bo'lganmi? Ya'ni bu yerda shoirlik ma'nosida so'rayotgan bo'lsalar kerak, chunki avloddan avlodga o'tadi bu kasb, ya'ni she'riyat bilan shug'ullanish deb yozibdilar. Sizda erkin avlodda she'r yozadigan shoirlar, yozuvchilar, nasr, nazm bo'lganmi? Mana shunday insonlar. Meni yagona ammam borlar, otamni opalari, ular jurnalist bo'lganlar va shu sohada Tomaris gazetasini muharrir bo'lganlar, Navoiydagi Qiziltepa tumanida she'rlar ham yozganlar, ammo baribir ayol kishining oiladagi roli, yelkadagi yuki ularni ijoddan biroz baribir she'riyatdan ayirib qo'ygan. Amal savoqchi bo'lganlar. Ammamning uylaridan o'g'irlab chiqqan kitoblarim, ular menga berganlari va she'r kitoblari sabab bo'lganlar. She'riyatga qiziqishimga ham, adabiyotga. Oilamizda yagona inson ammam she'riyatga daxldor adabiyot. Sog' bo'lsinlar. Demak, shu narsa rost ekan, irsiyat, genetika bu juda kuchli narsa. Avloddan avlodga o'tadi deyishadi-ku, san'atga bo'lgan qiziqish ham, qobiliyat, iste'dod deyiladi, lekin shu o'rinda muxlislarga bir narsa aytmoqchiman. O'sha bilasizmi, 1%, 2%, 5%gacha bu yerda talant, iste'dod rol o'ynar ekan. 95% mehnat deydilar, to'g'rimi Erkin? Ha. Men yaqingacha shunday deb fikrlardim. Bizda institutda ham ustozlar shunaqa deyishardi. Juda kam foiz, 1%, 5%, iqtidor bo'ladi, qolgani 90-99% mehnat bilan rivojlantiriladi deyilardi. Bir ilgari surganimda, bilas bir inson bilan suhbatlashgan ular nima dedi? Ajoyib fikrlaydi. Qanday fikr? Ular o'z bolasidan misol qilib ko'rsatdi, iqtidorni. Xo'p, ya'ni bolalari, farzandlar 18 yoshda ingliz tilidan, IELTSdan 8,5 nimasi ko'rsatkichlari va shaxmat bo'yicha juda yaxshi ko'rsatkichga ega, sport bo'yicha karatedan qora belbo, jahon bo'yicha yaxshi natijalar va ilm fandan zo'r, aniq fanlar Westminsterda, o'sha universitetda o'qiydi. Men qoyil qoldim shu yigitcha shunchalik qobiliyatiga va nimalar bilan tashkiliy ishlarda uni rahbarlik qobiliyatidan farq berganida, agar buni Xudo istamaganida, ya'ni men mehnat qilib uni rivojlantirdim, e'tibor qaratdim, o'qishga pul berdim, desam noto'g'ri bo'ladi. U qadar meyalik bera olmaganman. Faqat Xudoning yaratganning inoyati, irodasi bilan bo'ladi. Ijodkorning bugun qilayotgan ijodi ham u qanchalik mehnat qilsin, qilmasin, yaratgan peshonasi bitmagan bo'lsa, u taqdirni ko'rmagan bo'lsa, har qanday mehnatlari zoyi degan bir fikr ilgari surdi shu inson. Demak, siz nima deysiz? Men bu yerda, mana shu yerda men ojiz qoldim. Juda ham 100% imkonsiz qo'shilaman bu fikrga. Tan berdim. Bu haqda o'ylab ko'rmagan ekanman. Haqiqatan ham menda ham bor edi shu fikr, Shahnoza aytgandek, qanchadir foiz bu iqtidor bo'lish kerak va albatta mehnat qilib buni yuzaga chiqarish kerak va qaysidir natijaga erishish mumkin deb o'ylardim. Men ham bir misol aytishim mumkin. Misol uchun, men ham o'zim juda mehnatkash deya olmayman. Mayli qishloqda o'tganman, boshqa mehnat qilgan bo'lsak ham, ijodkorda dangasalik qobiliyati ham bor. Yashirin qobiliyatlari shunaqa. Qo'shtirnoq ichidagi. Agar boshqa odamlar xalq menga shu qadar e'tiborni qaratmaganida, she'riyatni ular sevmaganida va o'sha she'riyatni yaxshi ko'rgan nigohlar menga qaratmaganida o'sha yaratganning o'zi inoyati bilan. Men har qancha mehnat qilsam, ehtimol havoga sovurilardi. Mana shu tushunchaga yaqin kelganday bo'ldim o'sha suhbatdan keyin o'zim ham.
Ha, to'g'ri, lekin sizchalik mehnat qilayotganlar ham kam emas, lekin va aynan siz yuzaga chiqib kelasiz. Albatta. San'at sohasida, teatrda, kinoda iqtidorli men tan beradigan iqtidorlar qanchalar ko'p. Va qanchalar istayman ularni ham shu mehnatlar ro'yobga chiqishini. Do'stlarim, yaqinlarim, har birlarim. To'g'ri aytasiz. Yana bir muxlisimizdan savol. Hayotingizdagi voqealar va his-tuyg'ular bilan xayolingizdagi orzular, tasavvurlar orasida qanday ziddiyatlar yoki uyg'unliklar bor? Ularni qanday birlashtirishga harakat qilasiz? Sekinroq aytsangiz yozib olaylik der kinoda. Aytsangiz. Xo'p. Ana shunday zehnli, o'ta talabchan va juda ham kuzatuvchan obunachilarimiz borda sizni shoshirib qo'yishadi. Ajoyib. Hayotingizdagi voqealar va his-tuyg'ular bilan xayolingizdagi orzular, tasavvurlar orasida qanday ziddiyatlar yoki uyg'unliklar bor? Ajoyib savol. Katta rahmat savol uchun. Qanday ziddiyatlar va uyg'unliklar? Bir eslab o'tdim bu haqida. Ba'zi personajlarim borki, men yaratadigan she'rlardagi o'zim ijro qiladigan lirik qahramonlar deymizmi? O'zimdan ba'zilar yiroq bo'ladi, ba'zilari shunaqa o'zim orzu qilgan, bo'lishni istagan, cho'tga sari bo'ladimi, boshqasimi, to'qmasi bo'ladimi? O'shanaqa qaram-qarshiliklar bo'ladi. Ammo yana bir eslatib o'tdim-ku, so'zim avvalida ustozlarimiz aytishardi, aktyorning eng asosiy ishi, vazifasi yo'q narsaga, yolg'onga ishontirish va avvalo o'sha yolg'onga o'zi ishonsa, ko'z yoshlar, kulgular, misol uchun siz o'zi ishonib ijro qilsangiz boshqalar ham ishonadi deyishadi ustozlar. Qaram-qarshiliklar shunaqa bo'lishi mumkin. O'zimga ko'proq hollarda uyg'un bo'lgan, yaqin bo'lgan ijro ishlari, asarlar baribir ham o'zimga yaqin bo'ladi, ham ko'nglimga taskin. Baribir yolg'ondan ko'ra ko'proq odam o'ziga yaqin narsalarni istaydi-da o'zi ham ko'ngliga taskin uchun. Savoldan chetlashib ketmadimmi yo yaqinlashgan deb? Yo'q. Savolning davomi bor edi. Ularni qanday birlashtirishga harakat qilasiz debdilar. Menimcha ziddiyatlarni yoki uyg'unliklarni ularni qanday birlashtirish mumkin? Meni ham shoshirib qo'ydi bu savol, o'ylantirib qo'ydi aniqrog'i. Qarang, yaqinda bir she'r ijro qildim-da, shu savol juda mos keladi. Salim Ashur degan shoir bor. Shoirimiz borlar. Buni ko'pchilik taniydi, sizlar ham bilasizlar. Shular bu she'rlari menga juda yoqdi. She'rning ohangi, undagi o'sha lirik qahramon kechinmalari she'r bunday boshlanardi. Dengiz bo'yida o'qiganim. Yodga soldi bu kishilaringiz sizdan oldin o'tgan ayolni. U ham sizga o'xshab berardi, sevasizmi degan savolni. Mana shu she'r ijro qilgan ko'pchilik negativlar yozishdi. Shoirga nisbatan ham, menga nisbatan ham. Mana shu ziddiyat paydo bo'ldi. Shoir shaxsiga va menga nisbatan nega shoir bunaqa she'r yozdi va nega aktyor bu she'rni o'qidi? Uni olamiga yaqinmi? Ular shunaqa insonmi yoki yolg'onmi? Tushunmay qolishdi, ayollar qolishdi. Vaholanki she'rda bir insonni kechinmasi aks etgan. U shoirda bo'lganmi bunaqa kechinma, bo'lmaganmi? Gap bunda emas. Gap o'sha kechinmani o'zini egalariga yetib borishida asosiy gap bor. O'sha egalariga qanchalik taskin bera oladi mana shu she'r. Hayotda hamma ham farishta emas, hamma ham xatolar bilan yashaydi, hammada ham har xil kechinmalar, taqdirlar turlicha. Faqat silliq taqdirlar she'rga solinmaydi. Oxirgi paytlar shunaqa ziddiyatli narsalarga negadir o'chligim tutyapti. Siz ulg'ayyapsiz. Balki. Biz hammamiz bilasizmi, mana yaqinda bir ma'lumot paydo bo'ldi. Nodira, siz ham eshitdingizmi? 40 yoshdagi insonlarni yoshlar qatoriga qo'shib qo'yishdi-da. 40 yoshgacha bo'lgan. 40 yoshlilar ham yoshlar kiritildi-da. Shunda o'yladim-da, yoshlar. Lekin men o'zimni ulg'ayyapman his qilaman-da. Mana shunday menda his-xayollar bor-da. Ko'proq shu jamiyat, ta'lim, mamlakatimizni qachon rivojlanib ketishi, qachon bizda juda bir insonlar mana erkin hozirgina aytib o'tgandek, ziyolilar qatlami qachon qadrlanib boshlanadi, qachon biz o'qituvchilarni hurmat qilamiz, qachon biz o'qituvchilarga, farzandlarimizga shu ta'lim berayotgan insonlarga
bizni davolayotgan shifokorlarga yoki bo'lmasa mana shu umuman ustoz, har sohada ustoz bor. Mana shu ziyoli qatlamga, ziyoli insonlarga boshqacha bir hurmat bilan munosabat qilishni boshlaymiz degan xayollar meni ham o'ylantiradi. Ko'p mayli yoshlar qatoriga kirsak kiribmiz, lekin asosan hozir yoshlar ham chekka emas, juda ko'p yoshlar bor. Bugungi kunda ular juda ilg'or, quvontiradi. 4-5 ta tillarni biladigan yoshlarimiz bor ekan. Bugungi kunda o'sha Frame'dagi faoliyatimda buni kuzatyapman. Tarjimonlar orasida ish olib boryapman. Shuning uchun Erkin, meni har doim mana shu sizni ijodingizdagi mana shu dolzarb muammolarga e'tibor qaratishingiz yoqadi va men buni hurmat qilaman va shu o'rinda siz tanqidga qanday qaraysiz? O'zi umuman tanqidni ko'tarasizmi? Roliklaringizga, faoliyatingizga nisbatan tanqidlar ham bo'lib turadimi? Tanqidlarni ham saralab olaman. Ya'ni yaxshi bilasizki, asosli tanqidlar bo'ladi va asosiy yuzaki. Kimgadir aynan meni ko'rinishim yoqmasligi mumkin. Ularni masalan qabul qilmasligim mumkin. Hammani juda har xil bo'ladi. Ammo lekin bu aytganimdek asosiy tanqidlar, tahlillar men bularga doim mushtoqman, doim chanqoqman va ko'proq xohlayman. Chunki tanqidni ham tushungan odamlar, ya'ni asosli tahlillar, tanqidlar, kerakli tanqidlar. Shunaqa odamlar kuzatayotganda xursand bo'lasiz va buni nima deydi o'sha tanqidlarga qarab bartaraf qilsangiz, yaqinda o'qib qoldim, Facebookda ismlar, mutaxassislar esimdan chiqdi, post yozganlar. Butun men ijodiy ishlarim bu tahlil qilib, post yozganlar. Va qayerga qarab olib ketayotganimni, boshida qanday bo'lgan ijodiy ishlar va orada moddiyat, reklamalarga qanaqa chalg'ib ketganim, kirishib ketganim, shularni o'qib turib o'zimni oynada ko'rganday bo'ldim-da. Va bu postda balki Erkin o'zi ko'rib uni ranjishi mumkin, ammo ochiq bilan aytdim deganlari men ham o'qidim-da. Ranjish tugul men juda xursand bo'ldim o'sha postda. Va kimlik yozimga siz taxalluslarni aytaman. Lekin men unday degan fikrda emasman, balkim o'sha kuzatuvchi qaysi nazar bilan qarashga ham bog'liqda, chunki endi biz ijodkor sifatida bir tahlil qila olmaymiz, lekin kuzatuvchi yoki bir ijodni sevuvchi, san'atni sevuvchi bir inson sifatida sizni kuzatamiz va o'zi aslida shunday savol bor edi, bu savolni berishni nojoiz deb topdim, chunki suhbatlaringiz orasida o'sha javob chiqdi o'zi. Nega reklamalarda siz tez-tez ko'rinmaysiz degan savol bor edi va bu savolni berib o'tirmadim, chunki o'zingiz hozir aytganingizdek, men asosiy mavzuyim va tanlagan yo'nalishimda bo'lsa, unchalik bo'lmasa jon kuydirmayman degandek bo'ldingiz, chunki ko'p ijodkorlarimiz hozir balkim eng zo'r qo'shiqchi bo'lsin yoki ijodkor bo'lsin, sifat shirinliklari deb paydo bo'ladi-da ba'zan. Lekin sizda biz unday ko'rmaymiz. Siz ba'zan to'g'ri ijod yo'nalishingizda reklama ham kerak va bu sizni har qanday holatda ham qo'llab-quvvatlaydi, chunki bel baquvvat bo'lsa, ijod kuchli bo'ladi-da. Reklama ijodimizni rivojlantiradi. Albatta, buni to'g'ri qabul qilaman. Lekin bu o'sha reklamalarning ichida ham asosiy mavzu bor-da, o'sha sizni izyuminkangiz bo'ladi-ku, eng mag'zi. O'sha mag'zi turadi-da, saqlanib qoladi. Siz o'sha to'g'ri balkim sizga tahlil berganda, qaniydir ilmiy yo'nalishda tahlil bergandir, bizni u darajada ongimiz yetmas balkim. Lekin men o'ylayman, har bir odam buni tahlil qila oladi o'zicha va har bir fikr o'zicha o'rinli men uchun. Balkim meni yutug'im emas. Bu narsa hali ko'rni qorong'ida topadi degan maqol to'polroq bo'lsa ham, menga hamkorlik bilan chiqadigan insonlarning o'zi ko'proq qaysidir ijtimoiy mavzularni ko'tarishda rag'bat bilan kelishadi. Faqat o'zlarining faoliyatini reklama qilish, mijoz topish uchun emas, aksariyatlari qaysidir mavzuni keling birgalikda sizga bir homiy bo'laylik, shu mavzuni ko'taring, orada brendimiz ko'rinishi mumkin. Lekin asosiy maqsadimiz o'zimizni reklama qilish emas degan nimalar bilan kelishadi. Yaxshi insonlar bor, shunaqa yaxshi tadbirkorlar, uchun brendlar borki, Xudoning o'zi ularga bizni yuzlashtiradi, ish keltiradi. Shuning uchun bo'lsa kerak. Hozir chatda yana tinmay savol berishyapti. Savol emas, so'rovlar bor, iltimoslar bor. She'rlardan o'qib bersinlar. Biz savollarni beraveramiz, lekin she'rga vaqti qolmay qolsa, men charchadim, ketdim deb ketib qolsalar, she'rdan eshita olmay qolamiz deb she'rlaringizdan so'rashyapti. O'qib berasizmi endi yoki? Bajonidil o'qib beraman.
kelinglar, kechagina yaxshi bir she'r topgan edim, buni ertaga ijro qilmoqchiman bolalar kuniga. Ulguraman yo'q bilmayman. Buni sizlarga aytib beraman, bolalikda eslab. O'zimning she'rim emas, lekin sizlarga yoqadi. Kimsan Muslim degan bir ijodkorimiz bor. Facebookda topganman bularni. Aha. Shu yerda bitta obunachimni fikrini o'qib bermoqchi edim. Labay. Yozishi bo'yicha Erkin Bozorov Abdulla Qahhorning Sarob romanidagi Sa'diy Rahmonni eslatadi. Aniqrog'i, bolalik yillarimdagi tasavvurimdagi obraz deb yozib sizga ta'rif berib ketibdilar. Ajoyib Sarob. Esladim Sarobni. Esladingizmi? Albatta bu she'rni o'qiganingizdan keyin onaga albatta to'xtalib o'tishingizni iltimos qilardim. Yozgan, so'rashgan. Ona uzunroqdir. Biz zerikmaymiz siz bilan. Bo'ladi. Bajonidi. Hozir bolalikka qaytarsam sizlarni. Nima deysizlar? Yaxshi bo'ladi, 1-iyun oldidan. Shunday hamma bolalikka eslaylik, qaytaylik. Kimsan Muslim she'ri. Bola edim, mitti edim. Jussa kichik, yurak katta. O'ylamasdim, cho'chimasdim, so'z aytardim shatta. Orzularim osmon, tog'dan oshib oyga yetgan. Xayolimda qo'lim uzun, hamma manzil joyga yetgan. Yillar o'tdi, oylar o'tdi. Soch oqarib ulg'aydi yosh. Mana bugun orzularim mozorida to'kaman yosh. Ota bo'ldim, katta bo'ldim. Jussa katta, yurak mitti. Boshim qotar, yoshlikdagi orzularim qayga ketdi? Kundan kunga taqdir bizni ming sinovga solar ekan. Shu bahona asta sekin bir orzuni olar ekan. Sekin asta yaralarkan qalbimizda bir qabriston, har qabrda yotar ekan ushalmagan orzu, armon. O'tmishimga nazar solsam, minglab orzu bo'lgan parcha o'ylab qoldim. Menday qancha Juda ham ta'sirli, juda ham ajoyib ijro. Va onaga navbatni beramiz. Aytilmagani bor aytib beraymi yo onani o'zini takror aytib beraymi? Ona haqida aynan o'sha rolikingiz haqida ko'proq gapirganimiz uchun, demak, ko'pchilikga qiziqish paydo bo'lgani uchun ham bu yerda o'tirgan har bir onalar uchun va farzandlar uchun bu juda ham chiroyli ijro bo'ladi-da. Xo'p bo'ladi. Ona. Qishloqda tong, bog'cha yo'li, loy ko'chalar bilich, bitta qo'lim kaftingizda, bir qo'limda yog'och qilich, ikki ko'zim izingizda, ikki ko'zim to'la ilinch, har tong bir juft so'zim takror. Meni bog'cha eltmang ona. Ayrilgisi kelmaganday bir yaproq novdasidan, ortingizdan termulardim zor bog'cha oynasidan. Jimir gul ro'mol ko'zdan g'oyib bo'lmasidan, mahmal kamzul hidin shamol dimog'imdan yulmasidan, bola ko'nglim talpinardi. Ketmang ona. Dorilomon dunyo edi, shu quchoq, shu issiq bag'ir. Shu bag'irda uch polapon unib o'sdik chug'ur. Kun tartibim tayin bunda. Tongda po'rim, shomda yag'ir. Bir yuvishdan bo'shamagan qo'llaringiz g'adir, budir. Kiyimdan dog' ketmay qolsa, to kechgacha g'udur. Shunda tag'in boshim silab, yotguvchi qo'llar shudir. Bu qo'llarning qarshisida qarzim botmon. Men ham dastyor edim, qoni gupur jo'shib bergan. Yozda otam kuragidan chivin chaqsa qashib bergan. Tandir non yopsangiz, g'o'zapoya pashib bergan. Taxta qilich bilan ari uyasini yanchib bergan. Tovuq, sigir, qo'yu, eshak barining suv oshin bergan. Tunda mudrab qo'yningizda ko'ksingizga boshim bergan. Bag'ringizda hali hamon g'am tashvishga yo'qman ona. Buncha qisqa bo'ldi beg'am bolalikning fursatlari. Hamroh edi Qunduz bobo hamda oqshom ertaklari. Xotiramda siz, buvim va axborotning cho'pchaklari. Ertaklardan undi dilda she'riyatning kurtaklari. Hamon ertak tinglagichman. Hamon ertaklarga o'chman.
O'zgarmadi hali hanuz bolangizning odatlari, cho'pchaklarga ishonaman. Sodda bir o'zbekman ona. Xotiramda dadam bilan dalada o't o'rganlarim. Bo'g'irsoqni g'o'zapoya cho'plarida yeganlarim. To kechgacha koptol quvib uyiga pusib kelganlarim. Tolyog'ochdan tulpor yasab, chuh-chuh otcha minganlarim. O'tmish endi bag'ringizda podsho bo'lib yurganlarim. Bugun o'zim rizqim quvlab chopayotgan otman. O'smirlikda xatlar bo'lsam, ba'zan adab darchasidan ko'p bor saboq oldim qars o'rs supurgingiz dastasidan. Goho yelka bo'yin aro shippagingiz poshnasidan. Minnatdorman bu mehrli saboqlarning barchasidan. Bildim, faqat boshdan emas, oyoqdan ham kirar aql. Yap yalang'och tol xivishning zuv aniq zarbasidan. Bu saboqlar xizmatiki yaxshilarga nishman ona. Beozor bu kaltaklardan menga-ku gap mingani yo'q. Ammo sizning vujudingiz dard chekishdan tingani yo'q. Bosh, el, oyoq, dardlar bir zum sizni xoli qo'ygani yo'q. Dardlaringiz dushmanlarim, bolalikda ko'ngil yarim, chiroqxona, sizsiz hovli, sizga mushtoq singillarim. Uchovlarning qorinchamiz hech ochnahor qolgani yo'q. Biroq bir zum sizdan yiroq bir zum bu palapon go'daklarning ko'ngilchasi to'lgani yo'q. Yonimda siz bugun, dardlar sizni yenggan yo'q. Umrim aro siz borsiz, umidlarimga yorsizki, bu hayotda o'g'lingizning qilich ruhi singani yo'q. Bu ruh tetik tursin uchun siz ortiq dard chekmang ona. Xizmatingiz qilsin endi jahongashta oyoqlarim. Amringizga tayyor tursin toki ikki quloqlarim. Bag'ringizda unaversin bola-baqra qaroqlarim. Qiz va otam umrim yorug' aylab turgan chiroqlarim. Suyansangiz bor qo'lingiz, siz podshoyu men qulingiz. Siz totmagan taomlarni makruh bo'lsin toboqlarim. Sizning har bir armoningiz yurakdagi yamoqlarim. Ona tilang tilagingiz, nima orzu istagingiz faqat shudir so'roqlarim. Mening eng oliy yumushim, muhim ishim sizsiz ona. Kunda 100 bor xizmat qilsam, to'kiladi gunoh. Garchi yo'qdir tillo qo'sha sandiqlarim, yurak to'la sizga mehr, muhabbatim, ardoqlarim va otam qo'ygan ismimning o'zagiga bekman ona. Qishloqda toy, bog'cha yo'li, loy ko'chalar bilinch. Bitta qo'lim kaftingizda, bir qo'limda yog'och qilich. Bolaligim boqar menga, ikki ko'zi to'la ilik. Ona baxtning manzillari bu yoqda bir qarich. Endi zinhor bazinhorsiz toliqdim deb aytmay ona. Taxtim bir qadam ham endi yiroq ketmang ona. Rahmat. Ofarin. Rahmat sizlarga. Haqiqatan ham judayam chiroyli. Shunaqa ko'z oldingizda paydo bo'ladi. Bu har bitta so'zlarni gapiraverasiz. Biz esa tasavvur qilaveramiz ko'z oldimizda o'sha jarayonlar. Onasi rahmat sizlarga, onaxonlar. Sizlar ham onaxonlarsizlar. Katta rahmat. Bu she'rdan keyin erkin ertaga menimcha 1-iyun kuni hammamiz ruhan bola bo'lamiz va onamizni ko'rgani boramiz. Chunki ertaga yakshanba, dam olish kunlarini siz ham yaxshi o'tkazing. Taklifimizga rozi bo'lib, suhbatda ishtirok etishga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. Rahmat sizlarga ham. Tashakkur. Judayam bolalikka qaytgan yaxshi, lekin bolalar ham esdan chiqmasin. Albatta, yonimizda bolamiz bilan boramiz unda. Ha. Bolalar har doim e'tiborda. Biz o'zi hamma onalar bolam deydi-ku. Shuning uchun farzandlarimiz har doim e'tiborda, lekin katta bo'lgan sari inson negadir shu ota-onalarga kamroq vaqt ajrata boshlar ekan, ko'proq shu ish, uy, oila, ayniqsa qizlar turmushga chiqib ketgandan keyin, to'g'rimi Nodira? Ko'proq shu o'zini hayoti bilan bo'lib qolar ekan, shuning uchun bekorga aytishmas ekan qiz bola birovni xasmi deb. Sizga katta rahmat. Shunday bir ta'sirli
juda ajoyib she'r bo'libdi. Va bu suhbatimiz o'ylaymanki esimizdan chiqmaydi hech qachon, yodimizdan chiqmaydi va juda ham bir samimiy va yaqin munosabatdagi ko'p narsalarni bizga anglab yetadigan darajada bo'ladigan bir samimiy suhbat bo'ldi-da, men uchun juda ham ajoyib bo'ldi. Albatta bu meni fikrimga obunachilarim ham qo'shiladi, chunki intiqib kutgandik, bu mana shunday bo'lishini bilgandik va o'ylaymanki bizni kanalimizda siz yana iltimos qilsak, qachondir balkim iltimos qilsak tashrif qilasiz degan umidimiz bor. Yana bir sizga bo'lgan tilagim shuki, boshida suhbatim oldida savol berganimda o'sha Abdulla Qodiriy, Avzoniy, Behbudiy kabi hurmatli insonlarimiz o'z vaqtida qanchalik azob cheksalarda tarixda ulug' nomlari bilan hozir e'tirof etiladilar va ehtirom bilan hurmat qilinadilar va o'ylaymanki Erkin Bozorovni 200 yildan keyin, 300 yildan keyin, balkim 500 ming asrlardan keyin ham mana shunday e'tirof bilan tilga oladilar. So'nggi so'z olaroq mayli, men ham so'zga chiqsam minbarga. Bemalol. Marhamat. Sizlarga juda katta rahmat. Va bizni shu so'ngiga qadar eshitgan 13 ishtirokchimiz qoldilar. Dil izhorlarim, men o'qiyapman. Shohista Saidazim, Said Abdusalimova Lolaxon, baxtlilardan baxtliman. Ra'no Xudoyorova. Alloh o'zing to'g'ri yo'l ko'rsat. Men ism shunaqa yozilgan. Iroda Qo'ldashova, Всё временно, Nazokat Usmonova, Tojiddinova, Sh9490. Hammalarga rahmat aytaman. Eshitganlari uchun, hamroh bo'lganlari uchun. Va Nodira begim sizga ham kattakon rahmat. Sizdan bir video yana bir uchrashuv qarzman. Bugun ko'chada bo'ldim, qorong'u joyda. O'sha uchun imkonim bo'lmadi. Takliflar bo'lsa qarzman albatta. Rahmat. Bizni ham kuzatuvchilarni jalb qilardik keyingilarda. Yana ko'payishadi xudo xolasa. Va sizni endi endilikda kuzatib boraman kanalingizga bugun qo'shilib oldim. Yana bir ijodkorni topganimdan xursandman. Rahmat. Go'zal savollar suhbat uchun katta rahmat. Shahnoza Qurbonboyeva keladigan bo'lsam, bu ovoz meni doim hayajonlantiradi. Chunki intervyu bergan birinchi taassurotlar haqida o'rtoqlashdik-ku fikrlarda. Shahnoza Qurbonboyeva mendan birinchi intervyu olgan. Hali endi kinoga chiqqan paytlarimda yo'q. Debyutda esingizda Madaniyat Markaz telekanalida. Haligacha eslayman o'sha nigohni, menga salobat yuklagan o'sha savollar, bu ovoz hamisha o'sha meni retro davrga qaytaradi. Shuning uchun ijodingizni doim kuzataman, hurmat qilaman sizga. E'tiborim, nima deb hurmatim bo'lakcha baribir. Ijodimning tarix kitobida Shahnoza Qurbonboyeva alohida o'ringa ega. Birinchi intervyu olgan jurnalist sifatida. Sizlarga doim yaxshiliklar tilayman. Bugun suhbat uchun yana bir katta rahmat deyman. Rahmat. Martabangiz bundan-da ulug' bo'lsin. Yo'lingiz doim oppoq qordek oppoq va musaffo bo'lsin. Bilasizmi, do'stlaringiz ko'p bo'lsin. Yaxshi insonlar atrofingizda ko'p bo'lsin ilohim. Onajoningiz sog' bo'lsinlar. Sizdek bir ajoyib insonni Shahnoza og'zimda xayolimdagi fikrimni o'g'irlab ketdi. Hozir shu gapni gapirmoqchi edim. Sizdek ajoyib insonni bu dunyoga keltirgan. Shipanglarni otib bo'lsa-da tarbiyalab sizni mana shu yo'lga solgan. 2 kecha 2 kunduz o'qilamasdan sizni kuttirib kitoblarni olib kelib bergan ota-onangizga rahmat. Ilohim umrlar uzoq bo'lsin. Sizni ko'p rohatlaringizni ko'rsin. Ijodlaringizga baraka tilayman va xush kelibsiz bizning kanalimizga deyman. Katta rahmat, juda xursand bo'ldim suhbatdan, tilaklardan. Sizlarga ham tilaklarni tilayman. Farzandlaringiz ortga sog' bo'linglar. Mana shunday ko'ngli beg'ubor ijodkor onalarga munosib, otalarga munosib farzandlar bo'lsin. Muxlislarga ham tilaklarim shu. Rahmat. Rahmat. Mana Otabek O'rmon qo'shildilar filmning so'ngida. Bu inson edilar. Rosa kutgan edilar. Afsuski xonadonlarda mehmon bo'lib, hozir kelaman deb va'dani berdilar u mana endi paydo bo'ldilar. Bu inson ham juda ham ajoyib ijodkor. Men ularni juda ham ko'p kuzataman. She'rlari bor, ajoyib. Archish shoirlik san'atga xuddi mendek begonaroq inson bo'lsa-da, lekin qalban biz san'atkormiz, san'atni yaxshi ko'radigan insonlarmiz. Shunday. Otabek O'rmonni ijodlariga hali yondashuvlarim bor, ya'ni murojaatlarim, saralab olgan she'rlarim. Otabek aka, salomat bo'ling, xayrli kech. Biz tugatyapmiz. Post sizga torttiramiz.
Assalomu alaykum, hurmatli Erkin aka, hurmatli ijodkorlar, she'riyat shaydolari, ming bor uzr. Bir 2 kun oldin tavallud kunim bo'ldi. Hali ham uydan mehmonlarim muborak bo'lsin. Hali ham uydan mehmonlarim ham hozir o'rtoqlarni jo'natib, juda ham ishtiyoqim baland edi bu suhbatga qo'shilishga. Afsuski, iloji bo'lmadi. Eshitganimdan xursandman, Erkin aka, sizni ijodingizni muntazam kuzatib boraman. Bir kichkinagina Telegram kanalim bor, Facebook sahifamda 6 ta 7 ta o'qigan she'rlaringizni qo'yib, muxlislarimga bo'lishaman. Rahmat, shunaqa men oxirgi qilgan ishingiz juda ham menga maqtovga arzugulik ish qildingiz. Bir kitob sotuvchi akamizni olib chiqdingiz. Mana qarang, qancha odamlar o'shani orqasidan kitobga bo'lgan ishtiyoqi, havasi oshib ketdi. Qancha kitob o'qiydigan yoshlarimiz ko'p bo'lsa, shuncha bizani adabiyotimiz yanada oldinga rivojlanadi. She'riyatga bo'lgan, adabiyotga bo'lgan ishtiyoqmandlar ko'payadi. Rahmat. Rahmat kattakon. Xursandman. She'rlaringiz yangi she'rlar qolamiz sizdan. Rahmat. Mayli, tibbiyotda ham xushxayrat, hurmatlar qilaman. Rahmat. Nodira, tavallud topgan kunlari bilan men ham tabriklayman. Uzoq umr, sihat, salomatlik, baxt, saodat tilayman. Biz ham sherikmiz, albatta. Demak, bugungi onlayn bo'lsa-da, to'g'ridan-to'g'ri efirimizni yakunlaymiz. Hurmatli obunachilar, siz bilan atoqli ijodkor men uchun, boshqani bilmayman, boshqa bilan qiziqmayman. Men uchun atoqli ijodkor, sevimli san'atkor, ajoyib rejissyor Erkin Bozorov bo'ldi hamda professional jurnalist Shahnoza Qurbonboyeva bo'ldi. Keyingi uchrashuvlarda biz yana diydor ko'rishish umidida sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha deymiz. Erkin Bozorov bizga video ekranda biz bilan samimiy suhbat qilish uchun va'da berdilar. Buni dastxatlar bilan biz yozib olib qoldik va har zamonda u kishiga eslatib turamiz. Salomat bo'linglar. Hammaga ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar.